Ommatan shunaqangi tushuncha borki, kachoklar to'poy bo'ladi degan tushuncha borda. Genetika rol o'ynaydimi? Genetika juda ham muhim. Mushakni o'zidan, go'sht o'zidan proba oladida, ko'rib sizga aytadi, "Ha, senda masalan 2x tolalari ko'proq ekan." Ba'zi bir odamlar borki, ular hech qachon bodybuilder bo'lishi kerak emas. Oldin estetikaga, chiroyiga, sifatga urg'u berilgan bo'lsa, hozir prosta kim eng katta bo'lsa, o'sha yutyapti. 130-140 kilo, 150 kilogacha yukni ko'tarib yurish organizm uchun tabiiy emas bu narsa. Ular bodybuilder bo'lish uchun tug'ilgan. Sherlar davrida yashaganimizda bodybuilderlar o'lib ketardi. Siz ovqatlanish uchun yasharkansiz deymiz. O'sha ovqat bilan yana azob bermoqchisiz-da. Hech qachon ishlamaydi bu formula. Ustoz, siz bo'lmaydi, iloji yo'q. Bizning ustozlarimiz ustozi bor. Xolis bo'linglar, vijdonan o'zingizlarni analiz qilib, vijdonan yondashinglar. Havodan olingan gaplar emas. Meni chandiqlarimdan kelib chiqqan gaplar bular hammasi. Assalomu alaykum Abdulla aka. Alaykum Xush kelibsiz. Bizning birinchi ko'rsatuvimiz, birinchi loyihamiz va birinchi mehmonimiz siz. Xo'p, bugungi mavzuyimizda shu, siz haqingizda ozgincha gaplashamiz. Natural bodybuilding, farmakologiya ozgina haqida shu haqida gaplashamiz va umumiy sport bo'yicha ozgina dildan suhbat quramiz. Inshaalloh. Xo'p, Abdulla aka o'zi qanaqa gaplar? Hozirda qanaqa musobaqalar bormi? Qanaqa tayyorgarlik ketyapti? Hozir bu yil musobaqa yo'q. Chunki maksimalniy massani bu rejimdaman. Iloji boricha ko'proq go'sht o'stirish maqsadidaman hozir trenirovkam. Musobaqalar xudo xolasa keyingi yilda o'rtalari, balkim oxirroqlariga. Chunki go'sht kerak. Massa bo'lmasa, ob'yom bo'lmasa qiyin. Musobaqaga chiqish, musobaqaga tayyorlanish bu qimmat narsalarda. To'g'ri pul talab qiladi. Ko'p xarajat kerak bu narsaga. Shunchaki prosta tag borib kelishga arzimaydi. Uchun tayyorlanish kerak, yaxshi massani olib, formadan ko'ngil to'ladigan darajada qilib, keyin borsa arziydi shu xarajatga. Shunaqa. Hozir shunaqa rejimda. Ramazon oyida trenirovka qanaqa qilyapsiz? Ramazon oyida qiynalish, vес tashlash, go'sht yo'qotish bo'lyaptimi yo'qmi? Ramazonda bitta problema bo'lyapti, o'sha vaqtni kamligiga ovqat sig'dirish problema bo'lyapti. Shu aylanib, o'rgilib, quyug'idan, suyug'idan nima qilib bo'lsa ham shu ob'yomni sig'dirishim kerak vaqtga. O'tgan yili imенно shu Ramazon oyiga musobaqaga tayyorlanayotgan vaqtim to'g'ri keldi. Ya'ni sushka paytim to'g'ri kelganida, unaqa qiyin bo'lmagan. Chunki kaloriya kam edi. Shu xotirjam kaloriyam yerni bo'ldi, damni olaverardim-da, bir xil tempda ketaverardi. Hozir vesim bir ko'tariladi, sal tushadi, chunki ovqat masalasi qiyin. Ko'p ovqat yeb qo'ysangiz hazm bo'lmaydi, qiynalasiz shunaqa. Atak boshqa hech narsa o'zgargani yo'q, selovoylar hammasi bir tekisda ketadi. Xo'p, sizni taniydigan insonlar bor, tanimaydigan insonlar bor. Ozgincha o'z haqingizda kimsiz? Shu haqida ozgincha tushuntirib ketsangiz. Endi agar 1 yil oldin so'ragan bo'lsangiz, men fitness trener degan bo'lardim balki. Hozirchi. Hozir o'zimni natural bodybuilder deb pozitsionировать qilishni ma'qul deb bilaman. Bemalol ayta olasiz. Bemalol ayta olaman. Endi bu tasdiqlangan. Chunki musobaqaga qatnashdim, federatsiyada atletman, rasmiy, haqiqiy natural bodybuilderman. Men shunaqa bo'lishni xohlagandim o'zi aslida. Natural bodybuildingga qachon va nima sabab kirib kelgansiz? Nima sabab bo'lgan bu sport turiga kirishingizga? Va nima uchun naturallik tanlagansiz? O'zi bodybuilding deylik. Menimcha menga o'xshagan odamlarning ham ko'pchiligini deylik, kasali ozg'in bo'lgan, salgina massa olmoqchi bo'lgan. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Juda ham ozg'in bo'lganman. Ektomorf bo'lganmiz? Shunaqada. Ektomorf bo'lganman deylik. O'zi aslida men bu teoriyaga skeptik qarayman. No, mayli. Umumiy tushuncha bo'lish uchun ektomorf bo'lganman deylik. Hech qachon massa ola olmaganman. Juda ham ozg'in bo'lganman, ves olishim qiyin bo'lgan. Birinchi sportim boksdan boshlangan. Parallelno o'sha paytda kachаться qilishga harakat qilganman, massa olishga harakat qilganman. Bu narsa men uchun doim maniya bo'lgan, massa olishlik. Shu boshqa sportlar o'zgargan, kasblar o'zgargan, joylar o'zgargan, lekin trenirovka qolmaganda. Har doim shuni orqasidan ergashganman. Massa olish. Shuni orqasidan bilim qidirib, o'xshamagan xatolar, keyin mana shu yo'l meni hozirgi holatga olib keldi-da. Shu yo'l. Biz ozg'in boladan kachok bo'lishga harakat qilgan odamni yo'li desak ham bo'ladi. Tarixi desangiz bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. Xo'p, o'sha paytda nimadan qiynalgansiz? Qiyinchiliklar, ovqat tomonlama, pul tomonlama bu sportga bag'ishlashingizga. To'g'ri, ves olishga ham baribir xarajat kerak. Masalan, borda ham boshqa narsa ham ko'proq yeyish kerak. Sportga, o'sha zaliga pul kerak bo'ladi, boshqa ovqatlanishga, sport bitimlariga pul kerak bo'ladi. O'sha sport bitimlarida qabul qilganmisiz yoki faqat ovqatni o'zi bilan ves olganmisiz? O'zi bilasizmi?
endi bizning yoshligimizda menimcha zal qandaydir problema bo'lmagan. Qaysi ma'noda? Zal doim bo'lgan, hamma mahallalarda, podvallarda, garajlarda zallar bo'lgan. Biz o'zimiz ham maktabda bir foyesini olib, o'zimiz remont qilib, o'zimiz zal yasaganmizda, qo'l bola narsalardan. Bu tomondan qaysidir ma'noda muammo bo'lmagan. Endi muammo zalda uskuna, hozirgi zamonaviy uskuna bo'lmagan. Sport pit deyarli yo'q edi. Bizda vaqtimizda o'sha yoshligimizda sport pit yo'q edi deyarli. Bitta Atlant degan musor protein bo'lardi. Hamma ichib ko'rgan bo'lsa kerak. Hamma ichib, ichib ketib, yaxshi anov qilib, qaytib kelmagan u narsaga. Bo'ldi, boshqa sport pit yo'q edi. Kreatin nima, u bitsa nima, umuman eshitmaganmiz. Faqat shu Atlant bo'lardi, boshqasi bo'lmasdi. Shu bitta shu. Bitta shu bor edi. Bu sport magazinga kirsangiz, korobkada burchakda turardi, pachoq bitta korobkada. Shunaqa, boshqa sport pit dash bo'lmagan. Pitaniya faqat uyda ovqat, shu sut, tuxum, grechka, shu Arnold Schwarzenegger nima desa shuni qilganmiz-da. Yoshligimizda. Bu nechinchi yillik endi bu? Nechinchi yildan boshlab? 2005-6 shu payt 2005-6. 2006 men boksga borishni boshlagan bo'lsam, birinchi 2005 daji. Shu paytdan-da. Bundan oldin ham uyda qandaydir turnik bruslar bo'lardi, no 2005 da men уже 15-16 yoshim. Как раз hamma o'g'il bolalar qiziqadigan vaqtida, shu paytda. Asosiy muammo bor-ku. Endi hozirgi nuqtadan qarasam, asosiy muammo borligini bilmaganimda bo'lgan. Shunaqa. Muammo borligini hatto bilmaganmiz-da. Nimaga men hammasini to'g'ri qilyapman-ku? Nimaga men o'smayapman? Tushunyapsizmi? Men nimadir xato qilyapman degan narsani o'zi bo'lmagan. Ilm bo'lmaganda, to'g'rimi? O'zi aytadi-yu, anaqa nimanidir bilmasligini bilish ham ilmni yarmi deydi-yu. Shunaqa. Shunaqa. Eng muammo shu bo'lgan. Keyinchalik vaqt o'tgandan keyin o'sha bilim yo'qligini tushunganmizda, o'sha eng katta muammo bo'lgan. Bilim qidirish. Hozir ham rektorlar bor, masalan, protein ichsam bo'ldi, qachon bo'lib ketaman deganlar bor-ku. Uni shug'ullanmasa, ovqatini joyiga qo'ymasa, protein ichgan bir befoyda-da, xuddi shunday narsa-da. Shunaqa, unaqa odamlardan men hayron qolaman to'g'risi. Bizniki tushunsa bo'ladi, biz uzrimiz bor, bizda internet bo'lmagan. Shunday. Ma'lumot qidirishda qiyin bo'lgan bizga. Internet o'zi bo'lmagan, o'sha. Internet o'zi bo'lmagan. Internet kirib kelgan zamonni biz eslaymiz-da, internet kirib kelgan narsani. Kompyuter bo'lmagan, telefon bo'lmagan, вообще hech narsa bo'lmagan. Bizda rayonimizda ikkita kachok bo'lardi. O'sha ikkita kachokni bir yozib yurgan kundaliklarini ko'rish uchun uyiga borardik-da. Ular kundaligiga yozib borgan edi. Men shu joyida aytib ketay, hattoki o'sha paytda odamlar kundalik yurg'izgan. Ba'zi odamlar hozir ham kundalik yurg'izmaydi. O'tgan safar nima bo'lgan, bir oy oldin qanaqa bo'lgan rezultatlarini kuzatmaydi-da, analiz yo'q. Ular o'sha yozgan daftarini ko'rishga biz borar edik. Programmalarni qanaqa ovqatlangan ekan, bular qanaqa treninglar qilgan. U daftar ham bor, titilib ketgan daftar bo'ladi-yu, mana shunaqa daftar bo'lardi. Qora qog'ozda. Bo'ldi, boshqa informatsiya yo'q. Hattoki o'sha odamlarning o'zi hattoki bizga aytganki, smetanaga pivo aralashtirib ichsang, massani tez oladi degan. Qanaqangi ahmoqona maslahat bo'lishi mumkin? Bundan ahmoqona maslahat bo'lishi mumkin emas. O'sha pivo ichsang ves olasan. Pivoning kaloriyasi ko'p-ku. Shunaqa. Pivo ichsang ves olasan deb. Men ichib ko'rganman hamda vaqtida ves olasan. Chunki ozg'in bolani maqsadi vazn olishda. Kim nima desa, ishonib ketaveradi u. Protein ichsa, pivo ichsa, ichib ketaveradi-da u. Shunaqa. Endi hozirgi kunga kelib mana nima deydi? Jiddiy protein zararmi deb so'raydigan odamlar, jiddiy. Endi prikol bo'lib ketgan bu narsa ko'p holat, lekin jiddiy shunaqa savol beradigan odamlar yoki hali ham qaysidir qo'shimchani sotib olsam, shu men maqsadimga olib boradi degan fikrlar bo'lsa, men hayron qolaman. Qanaqasiga? Senda shuncha ma'lumotga dostib bo'lib turib, sen hali ham ozgina izlanmagansan shu mavzuda. Hayron qolasiz. Endi bunaqa odamlar doim bo'lsa kerak, chunki ana bu piramidalarga, mashinniklarning qo'liga tushib qoladigan, tez boyib ketishni xohlaydigan odamlar doim bor-ku. Bunaqa odamlar ham doim bo'ladi. Tez kachok bo'lib ketmoqchi bo'lgan odamlar doim bo'ladi. Ularni dardiga davo beradigan odamlar ham bo'ladi-da, qo'sh tirnoq ichida, har doim. Shunaqa. Xo'p, keyingi savol. Nimaga farma qilmagansiz? Nimaga qilmaysiz? Topolmaganman deydi-yu. Pulim yetmaganda endi. Nimaga Instagramda shunaqa video chiqqan-ku. Nima uchun hali ham naturalsiz desa, farma qatdan topishni bilmayapman. Nima uchun bu yo'ldan ketgansiz? Nimaga natural farma emas?
Bitta javob yo'q bu savolga. Endi sog'lik desak ham bo'ladi. Yoki vaqt taqozosi bilan balkim meni yoshligimda o'sha 16-17 yoshligimda agar to'g'ri kelganda balkim qilgan bo'lardi. bo'lardim balkim. Chunki yosh bo'lganingiz uchun. Da, yosh bo'lganim uchun bilim yo'qligi, hamma mana shu yunishskiy maksimalizm deydi-yu ruschada. O'shani ta'siri ostida balkim qilgan bo'lardim dedim. Bu tomondan dostib bo'lmagan qaysidir vaqt ichida, yoshlikda. Undan keyin dostib bo'lganda ham qo'rquv bo'lgan sog'likka. Chunki men esimda-da, o'sha paydo bo'lganda bitta bolalar ana qilib, yeb, mana bunaqa ekan, u bu deb o'zgarish ko'rib bo'lgan, lekin baribir qo'rquv bo'lgan menda. Chunki zararligini o'sha tushunchasi paydo bo'lgan o'sha payti. Undan keyingi etap o'sha mustahkam ongli qaror bo'lgan, yo'q. Men shu yo'ldan ketaman. Chunki men shu yo'ldan ketsa bo'lishligini bilganman. Ya'ni Natural Bodybuilding federatsiyasi borligi, butun dunyoda bu community, katta hamjamiyat borligini men bilmaganman-da. Bilganimdan keyin o'sha mustahkam qaror bo'lgan. Yo'q, men mana shu jamiyatda a'zosi bo'lishni xohlayman. Mana shu joyda bo'lishni xohlayman. U o'sha qaror bo'lgan. Menimcha lekin shu to'g'ri qaror bo'lganda o'zim uchun. Oxirigacha shunaqa ketmoqchimiz? Oxirigacha shunaqada, inshaalloh oxirigacha shunaqa. Bu bilmadim, bir tarafdan xuddiki bu narsani ishlatadigan odamlar meni ko'zimga xuddi cheaterlarga o'xshardi-da. Da. Cheaterlarga o'xshardi. Ya'ni bir tarafdan men shuncha izlanib, harakat qilib, trenirovka qilasiz, pitani hamma yog'ini millimetr, santimetrga o'lchaysiz, u o'zgarishingiz juda ham sekinda. Bitta bola bir oydan keyin keladi-da, nimanidir sotib olib, nimadir qiladi-yu, sizdan 2 barobar katta bo'lib qoladi. Alam qiladi. Ha, mayli uni olgan massasi nimaligi, suvmi, boshqaligi, u boshqa alohida. Prosta sizdan u qisqa vaqt ichida 2 barobar katta bo'lib qolganligini o'zi bir tarafdan alam qiladi. U siz ko'zingizga cheater bo'lib ko'rinadi-da. O'zim o'sha cheater bo'lishni xohlamayman-da. Hatto o'yinda gapda, masalan, boy bitta o'yiningizda cheater bo'lgan ekan, siz mehnat qilasiz, soatlab vaqt sarflaysiz, o'yiningizni oshirish uchun. Siz ishlaysiz, lekin bitta cheater kelib shunchaki sizni bitta kot teradi. Bitta kot terib bo'ldi, o'yindan o'tib ketadi sizdan. Xuddi sizni hech kim emasdan deb ko'rsatib qo'yadi-da, shuncha. Bu endi bu oddiy ko'rinish, o'sha paytda endi ko'zimga shunaqa ko'ringan. Bir tarafdan har bir yo'l nima deydi, tanlagan odamlar o'zini tanlovi, o'zini riski, masalan, har ikki tomonda ham mehnat bor. O'ziga kerakli bo'lgan bilim bor. Shunaqa. Tajriba, ustozlar, katta maktab bor ikki tomonda ham. Tanlov hammani o'zida. Endi o'sha yoshligimda menga xuddi cheaterdek tuyulganda, men o'sha cheater bo'lishni xohlamaganman. O'zi umuman naturalda ham, farmada ham, farma qilsa ham uni mehnati bor-da, to'g'rimi? Albatta. Ovqatlanishga e'tibor qaratish kerak, analizlari bor, trenirovkasi. Shunchaki ukol urdi, shishib qoldi degani emas, to'g'rimi? Ikkalasida mehnat qilish kerak. Albatta. Shunchaki ursa, sog'ligiga zarardan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Men o'zim ko'rganman, yillab, hatto mana spiskasini ko'rganman, urgan preparatlarning spiskasini qachondan beri bu ishni qilasansiz, bir 2 yil bo'lib qoldi. Lekin tanasiga qarasangiz, hech narsa yo'q-da, hech narsa o'zgarmagan. Lekin analizda o'sha dabdala bo'lgan. Uni to'g'rilash kerak. Biz bu bitta o'sha narsani oldim degani muammo hal bo'ldi degani emas. Unga ham bilim kerak. O'zimizni masalan, o'zimizni auditoriyada masalan yosh bolalar boshqalari bor. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Ukol oldim bo'ldi, men manzur bo'lib ketaman, shishib ketaman deb o'ylaydi-da. Bu yoq ovqatlanish raso bo'ladi, fast food qilib tashlaydi, gazli, shirinli qilib tashlaydi, trenirovkasini cheresdan yoki bir hafta qoldirib, mana shuna qiladi-da. Qarasiz, toshma toshib ketgan, boshqa narsa bo'lgan. Ikki tarafda mehnat bor-da, xullas shunaqa. Ikki tarafda mehnat bor, qarang, ikki tomonda ham qiyinchiligi bor deymiz-a. Masalan, natural trening qilishning qiyinchiligi nimada? Birinchidan bilim kerak. Fundamental bilim kerak-da. Misol uchun odamni fiziologiyasi bo'yicha siz tanangizni tushunishingiz kerak. Trening metodlari har xilda. Siz shuncha mehnat qilasiz-ku, ozgina stress sizga kuchli ta'sir qiladi. Siz ozgina uxlamaganingiz, ozgina ovqatlanmaganingiz sizni o'sha natijangizga ta'sir qiladi, silovilaringizga ta'sir qiladi. Bu bir tomondan qiyinchilikda, natija sekin bo'ladi. Bu endi nima deydi? Qora tomonni qaraymiz hali. Temniy strana deydi. U yoqda qiyinchilik nima? Birinchidan siz juda ham ko'p trenirovka qilishingiz kerak. Bu yerga qabul qilgan endi vitaminlarni effektini maksimal darajada o'zingizga olishingiz uchun, misol uchun, mendan siz 3 barobar ko'p trenirovka qilishingiz kerak. Chunki vasselina tez bo'lganligi uchunmi?
Masalan, men 100 qilsam, siz 1000 qilishingiz kerak. Chunki sizda o'sha resurs bor, o'sha resursni byudjetni o'zlashtirish kerak deydi-yu. Sizda byudjet katta, uni o'zlashtirishingiz kerak, siz mehnat qilishingiz kerak. Yana ovqatlanish yana ham qattiq nazorat qilinadi. Juda ham qattiq qilinadi, chunki ovqatlanish gonormal tizimga ta'sir qiladi, sog'likka, mana bu joylar, masalan, shirinlik yoki ortiqcha yog', tuxumni oqi sarig'i degan joylar bor. Bu aktual u tomon uchun. Chunki ovqatlanish juda ham qattiq nazorat qilinadi. Naturalga nisbatan farmada ovqatlanish juda katta e'tibor qaratish kerak. Men o'zimga misol uchun mahsulot tanlashda umumiy olib qarasak erkinman. Ham sushkada, ham massada. To'g'ri, umumiy qoidalar bor, lekin meni erkim ko'proq. Tanlovim ko'proq. Lekin bu tomonda tanlov juda kam. Chunki siz qabul qilayotgan vitaminlar bilan ba'zi mahsulotlar chiqishmasligi mumkin. Bu natijangizga ta'sir qiladi. U yoqda konkurensiya juda ham kuchli. Santimetr o'ngga chapga уже musobaqadagi natijangizga ta'sir qiladi. Siz hammasi oddiy emas. Nima qilgan taqdirda ham hammasi oddiy emas. Natural bodybuilding bo'yicha chempion bo'ldingiz. Shu haqida ozgina gapirib bersangiz, qanaqa musobaqa edi, qanaqa tayyorgarlik ko'rdingiz? Bu qanaqa bu xalqaro chempionmi, Osiyo chempionatimi? Xo'p, federatsiya o'zi xalqaro federatsiya, WNBF, World Natural Bodybuilding Federation, ya'ni butun dunyo natural bodybuilding federatsiyasi. Xalqaro, turnir ham xalqaro edi, Singapurda bo'ldi. Qatnashchilar ham butun dunyodan. Osiyodan, Amerikadan, Angliyadan, Avstraliyadan, butun dunyodan kelgan bolalar. O'zbekistondan ham bitta bor edi. Xo'p, nima uchun WNBF? Boshqa natural federatsiyalar ham bor. Farqi shundaki, bu yerda tekshiruv juda ham qattiq. Eshitgandim, o'sha juda ko'p o'sha farma bo'yicha steroidlarni tekshirish. Talablar kuchli. Preparatlarda taqiqlangan moddalar ro'yxati 290-300 ga yaqin moddalar taqiqlangan. Bittasi chiqsa ban, kamida 5 yildan umrbodgacha ban qiladi. Diskvalifikatsiya qilib yuboradi. Analizlar oladi, poligraf tekshiruv bor. Ya'ni siz yolg'on gapiryapsizmi, yo'qmi, shuni tekshiradi. Chunki talab bo'yicha siz sahnaga chiqayotgan kuningizdan oxirgi 10 yil davomida hech qanaqa o'sha ro'yxatdagi moddalar ishlatmagan bo'lishi kerak. O'sha ro'yxatdagi moddalar 10 yilgacha ham turaveradimi tanada? Masalan, steroid qilgan bo'lsa ham. Yo'q, 10 yilgacha ham turmaydi. Ular qayerdan aniqlashadi? 6-8 oyda qondan chiqib ketadi metabolitlari. Shuning uchun analiz orqali aniqlash bo'lmaydi. Analiz orqali aniqlab bo'lmagandan keyin, qoningizda chiqmagandan keyin chora nima qoladi? Poligraf. Yolg'on gapirdingizmi, yo'qmi? Tekshiradi. O'shanisi rost haqiqatan ham to'g'ri tekshiradimi? Men o'zim ham o'tdim o'sha testdan, rostdan tekshiradi. Mutaxassislar mustaqil, xolis mutaxassislar. Ya'ni u federatsiyaning ichidagi yoki sudyalarning ichidagi odam emas. Umuman xolis o'tkazadigan, test o'tkazadigan tashkilot umuman xolis. Ularga вообще farqi yo'q. Siz kimsiz? Ularga o'sha savollar bor, savollarga javobni beradi federatsiyaga, tekshiriladi. O'shaning uchun tekshiruv qattiq bo'lgani uchun. Chunki shuncha mehnat qilib, shuncha pul tikib, vaqt tikib chiqib, nima deydi, qaysidir cheater bilan birga turib qolishni xohlamayman-da. Okay. Kategoriya klassik fizik bo'yicha endi ikkita kategoriyaga ham chiqdim. Men's bodybuilding, klassik fizik kategoriyaga ham chiqdim. Endi birinchi musobaqa bo'lgandan keyin maksimal darajada o'zim ko'rmoqchi edim. Qaysi kategoriya menga mos? Men hozir qaysi urovendaman, qayerga intilishim kerak degan savolga o'zim uchun javob olmoqchi edim. Klassik fizik birinchi o'rin bo'ldi kategoriyada, men's bodybuilding ikkinchi o'rin bo'ldi. Bu o'zimning xatoyim deb hisoblayman, chunki vestni qilmadim-da. Chunki klassik fizikda mendan keyin ikkinchi o'rinni olgan bola vestni qildi-yu, u birda oldi-da. O'zim tushundim, agar vestni qilganimda balkim u yerda ham keyin kategoriyada ham birda olgan bo'lardim deyman. Endi taqdir. Biz bitta birinchi o'rin, bitta ikkinchi o'rin, ikkita ikkinchi o'rin bo'ldi, bitta uchinchi o'rin bo'ldi. Umumiy hisobda 4 ta o'rin bilan qaytib keldim. Xudoga shukr. Alloh sharmanda qilmadi, mehnatga yarasha. Bu yerda ham xuddi shunaqa absolutka bormi? Umumiy absolyutni chempion. Absolutkada o'sha yutolmaganim uchun pro kartani olmadim. Klassik fizikda. Endi hozir o'sha pro kartaga tayyorgarlik. Men ko'rdim, qayerga intilishim kerak, qanaqa kamchiliklarim bor. Pro kartani olgan bolalarni ko'rdim. Mana shunaqa bo'lish kerak ekan degan joylarni ko'rib keldim-da. Hozir endi tayyorlanamiz. Sizga musobaqa kerak. Agar musobaqaga chiqmaganingizda siz bilmassiz-da, pro kartadagi qanaqalar qatnashyapti, qanaqa odamlar bilan tushaman. Sizda o'sha vizual paydo bo'ldi-da, qanaqa harakat qilish kerak? Musobaqa kerak. Yana ham bitta narsaki, mana zalda trenirovka qilib yurgan boshqa, musobaqaga chiqib yuradigan, ya'ni atlet boshqa.
Endi misol uchun bu hamjamiyatda atlet deydi bunaqa odamlarni. Musobaqaga qatnashadigan, kim bilandir konkurensiya qiladigan odamlarni atlet deydi-da. Zalga chiqadigan odamlar endi u zalga chiqadigan odamlar. O'zi uchun, sog'lik uchun. Siz mana zalingizda, mana mahallangizda eng zo'r kachok bo'lishingiz mumkin. Lekin musobaqaga chiqmaguningizcha siz o'zingizni haqiqiy o'rningizni bilmaysiz. Musobaqaga chiqqaningizdan keyin o'sha o'zingizga o'xshagan yoki o'zingizdan ham kuchliroq odamlar bilan bitta qatorda turganingizdan keyin ko'rinadi. Formangiz. Endi qo'pol qilib aytganda, qiltirib bolalar ichida yurganingizdan keyin siz kachok bo'lasiz. O'zingizga o'xshagan kachoklar orasiga chiqqaningizdan keyin kimligingiz ko'rinadi-da. Shunaqa. Bu luboy odamda shunaqa. O'sha zalda o'zi hech qachon musobaqaga chiqmagan bo'lsa, o'zini sinab ko'rish uchun musobaqaga bir marta bo'lsa ham chiqsin. Shunda tushunadi buni mehnatini, buni qanaqa yo'l bosib o'tish kerak, bu bitta oson emasligini. Musobaqaga chiqish, musobaqalashish u boshqa sayyora. Shunchaki zalda kachok bo'lib yurish u boshqa narsa. Shunaqa. Zaldagi savol kachok bo'lsa, u yerga borganda ham nima bo'lib qolishi mumkin deysiz-da. Ularni oldida, qolganlarni oldida. Mana isboti mana mashhur influencerlar hozir sahnaga chiqishga harakat qilishyapti-yu. Mana sahnada qanchalik urovni ko'rinyapti. Instagramda, YouTube'da kommentariyada podpischiklari yozishadi. O olimpiyaga chiqsa bu yoraveradi, hozir sahnaga chiqsa bu damini beraveradi. Sahnaga chiqqandan keyin ko'rinadi. Qanaqa rostakam zo'r chiqadi. Rostakam urovni ko'rinadi. Ko'ryapmiz mana. Natural yoki farma qilgan odamni farqi bormi bir ko'rishda? Qani ajratsa bo'ladi? Bir ko'rishda qo'pol anaqasini beraman, orientirini beraman. Natural massanabor vaqtida katta bo'ladi, lekin relyefni bo'lmaydi. Chunki yog' ham bo'ladi-da, iloji yo'q yog'siz. Yoki sushkapaq vaqtida quruq, chiroyli, lekin kichikroq bo'ladi. Ikkalasiz birdaniga mana joylar bo'lmaydi. Qo'shimcha vitaminlar qabul qilayotgan odamlar, farma qabul qilayotgan odamlar ikkalasi birga bo'ladi. Ya'ni ham katta, ham chiroyli bo'ladi. Ham quruq. Quruq, chiroyli bo'ladi. Ikkalasi birga. Mana shu yaqqol farqi. Bir ko'rishda. Lekin bir ko'rishda ajratish iloji ham yo'q bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ba'zi bir odamlar bor, o'xshatmaysiz. Lekin menimcha spiskasi bor-da. O'xshatmaysiz. Unaqangi yaqqol ko'zga tashlanadigan formasi ham yo'q. Lekin 2-3 ta preparat bor bunaqasida. Bardachogida. Shunaqa odamlar. Genetika juda ham muhim. Genetika bor-ku. Genetikani siz bahola oladigan joyi bor, bahola olmaydigan joyingiz bor. Chista lotereya bo'lgan joyi bor. Masalan, bahola oladigan joyi sizni bo'yingiz, yelkangizni keng torligi, tos qismingizni, belingizni keng torligi, suyaklaringiz, mushaklaringiz joylashishi, bo'g'imlaringizni kalta, anaqa ingichka yoki qalinligi, vizualniy antropometriya deydi anatomiyada. O'sha bu vizualni ko'rib baho bera oladigan qismingiz. Lekin bu aysbergda uchida nima deydi? Ruschada bezobidni deydi-yu. Eng xavfsiz nuqtasi genetikani. Xavfli nuqtasi bor. Endi xavfli nuqtasiga keyin tushaylik. Undan keyingi nuqtasi bo'lsa, fizический nagruskaga, jismoniy nagruskaga tanani javob qaytarishligi. Buni siz bilmaysiz. Misol uchun har xil mushak tolalari bor. Sekin mushak tolalari, tez mushak tolalari bor. Mushak tolalarining mutanosiblig'i, ya'ni qaysi mushak qismida qanaqa tolalar ko'p yoki kamligini buni bilmaysiz. Unda biopsiyada analiz qilib bilish mumkin, lekin bizda даже yo'q unaqa narsa. Balkim Amerikada, Yevropada ham sanoqli joylarda bor, juda ham qimmat unaqa analiz. Mushakni o'zidan, go'sht o'zidan anaqa oladi, proba oladida, ko'rib sizga aytadi, senda misol uchun 2x tolalari ko'proq ekan, sen og'irroq ko'tarishing kerak. Misol uchun. Bu narsani bilmaysiz genetikangizda qanaqaligini. Keyingi qismi kasalliklar. Masalan, agar farmakologiya qiladigan odam bo'lsa, o'zini organizmida qaysi kasallikka moyillik borligini bilmaydi. Chunki uni qilgandan keyin o'sha chiqadi. Masalan, kimdadir jigarda muammo boshlanadi, kimdadir yurakda boshlanadi, kimdadir buyrakda boshlanadi, qon tomirlarida boshlanishi mumkin, varikoz urib yuboradi. U varikoz urib yuborgani ham bekorga emas, chunki agar varikoz juda ham kuchayib ketsa, balkim
chuqur vena tomirlarida muammo paydo bo'lishi mumkin. Chunki misol uchun biz bilamiz 90% qon chuqur vena tomirlari orqali qaytadi. Ular ichkarida. Qachonki ularda muammo bo'lsa, tashqaridagi vena tomirlarga уже chiqishni boshlaydi. Ba'zi bir atletlarda ko'rganmiz, venalari juda ham bo'rtib ketadi. Demak, уже ichkarida muammo bo'lyapti. Siz qayerdan sizga muammo chiqib kelishini bilmaysiz, qachonki qilib ko'rmagunizcha. Ba'zi bir odamlar borki, ular hech qachon bodybuilder bo'lishi kerak emas. Ya'ni IFBB yo'nalishda, ya'ni hech qachon farma olish kerak emas ular odamlar. Hattoki natural bodybuildingga ham, hattoki shunchalik trenirovka qilganda ham uni organizmi nagruskaga qiyin javob qaytaradi. U odam lutchi yugurgani yaxshi. Masalan, marafonchilar bo'ladi-yu, uzoq muddatda yuguradi. Stayerlar deyishadi. U odamni tana tuzilishi, mushaklari, umuman organizmi bu sportga moyilligi ko'proq. Lekin u odam katta mushak massasini yig'ishga harakat qilib, o'zini organizmini juda katta qiynaydi, nagruska ostiga qo'yadi. Ustiga yana farmakologiya qo'shiladi, yana plus yana u ham o'zini salbiy ta'sirlarni beradi. Asosan 40 ga bormay o'lgan yoki atletlar ko'pi shunaqa odamlardan. Biz uni tanasi mo'ljallanmagan bu nagruskaga, umuman bu sportga. Lekin u o'zini majbur qilgan shu narsaga. Dunyoda misol uchun ko'p har yili chiqadi. Har yili nekrolog chiqadi, men ko'raman. 20 ta, 25 ta ayollar, erkaklar, misol uchun 35 yosh, 25 yosh, 40 yosh har xil ketaveradi. Mana shu odamlar aslida bu sportga kirmaslik kerak bo'lgan deb o'ylayman. Chunki eski rasmlarini, endi nekrolog chiqqandan keyin uni yoshligini ko'rsatishadi, ozgina aytib beradi-yu, kim bo'lgan bu odam. Ko'rasiz, yo'q, bu odam lutchi misol uchun yugurganida yoki suzganida yoki shunaqa siklik sportga borganida balkim katta muvaffaqiyatga erishgan bo'lardi. Shu genetika mana shu. Lotereya tomoni bor-da. Bilmaysiz hech qachon qilib ko'rmagunizcha. Lekin zarari aniq bo'ladi. Masalan, agar men noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, yozishsin noto'g'ri deb, lekin menimcha 100% sog'lom bodybuilder yo'q. Naturalda yoki farmada? Farmada. Qaysidir muammo bilan kurashib kelayotgan yoki qaysidir muammoni nazorat qilib kelayotgan ko'pchilik shunday. Endi kasal deganda odamlar больницада yotib qolgan odam tasavvur qiladi. Yo'q, qaysidir muammo bor, shu faoliyati davomida o'sha muammo bilan kurashib kelyapti. Davolab keladi. Davolab kelyapti yoki qandaydir nazorat qilib kelyapti. 100% sog'lom man deya oladigan bodybuilder menimcha yo'q. Farma qilgan odam постоянно o'sha analiz topshirib turishi kerak, endokrinolog nazorati ostida o'tib turishi kerak. Endi gormonalniy muammolar u bu bonus, sizga keladi, u sразу keladi. Gormonal tizim bilan bo'lgan muammolar sразу keladi. Undan tashqari ichki organlar, qaysidir organda boshqa sog'lik bilan bog'liq bo'lgan muammolar chiqishi mumkin. Ko'p professional atletlar karyerasini tugatgandan keyin tan oladi. Menda mana shunaqa muammo bor edi yoki men shu kasal bo'lganman, uchraganman yoki больницаga tushganman yoki shu narsa bilan kurashib kelganman deydi. Yoki masalan musobaqaga chiqa olmasa, qaysidir sog'ligi bilan muammo bo'lib больницаga tushib qolsa, odamlar aytadi. Meni ancha yildan beri shunaqa muammom bor edi, oxirgi yillarda qiyinlashdi. Men hozir shuning uchun ozgina karyeramni to'xtatib turganman deb chiqadi. Buni ochiq oydin aytadi. Shuning uchun menimcha 100% men sog'lomman, hech qanday muammoim yo'q deydigan professional bodybuilder yo'q. Tushunarli. Avvalgi bodybuilderlar haqida gaplashamiz. Old bodybuilder, Ronnie Coleman, Jay Cutler. Bizni ilhomlantirgan odamlar bilan hozirgilarning qanday farqi bor? Hozirgilar ko'proq farmani ishlatyaptimi? Bu endi bu oddiy narsa bo'lib qolgan o'zi aslida. Chunki YouTube'da ham videolar bor, eski o'sha oltin eradagi bodybuilderlar hozirgi atletlarni ro'yxatini ko'rib hayratda qolgan videolari bor. Biz bu narsalarni yarmini hatto bilmasdik. Bizning zamonimizda hatto bo'lmagan bu narsalar deydigan videolar ko'p. Bu oddiyda juda ham xilma-xillashib ko'payib ketgan ro'yxat preparatlarni. Chunki sportga bo'lgan, imенно shu sportga bo'lgan talab o'zgardi-da. Masalan, imенно open kategoriyani oladigan bo'lsak, o'sha zamondagi open kategoriyani yulduzlarini olingda, hozirgi mana Arnold Classic'da hattoki chiqqan open kategoriyani yulduzlarini topini qo'ying. Yer bilan osmoncha farq bor. Oldin estetikaga,
chiroyiga, sifatga urg'u berilgan bo'lsa, hozir prosta kim eng katta bo'lsa, o'sha yutyapti. Qo'pol qilib aytganda, sifat bor baribir. Bu narsasiz bo'lmaydi, lekin umumiy qaraganda ob'yom kattaroq bo'lishi kerak. Kattaroq bo'lishi kerak-da. Massani orqasidan quvish bo'lyapti. U massa organizm uchun tabiiy emas. Masalan, mesh sezonda 130-140 kilo, 150 kilogacha yukni ko'tarib yurish organizm uchun tabiiy emas bu narsa. Yana buni ustiga ekstremal trenirovkalar, juda katta kaloriya hajmi, preparatlarning ro'yxati, ekstremal nagruzka. Yana musobaqaga tayyorlanish etapi-ku, uni aytmasangiz ham bo'ladi. Bu yana ham katta stressda. Bu shu atletlarni shu umrini qisqartirishga sababchi bo'layotgan narsalardan bittasi. Oldingi oltin erada birinchi eng asosiy moment haqiqatda genetik iqtidorli, Xudo bergan genetikadan odamlar bo'lgan asosan. Nuroniy Coleman masalan, natural bo'lgan. Hamma o'sha lineykani olib qarang, rostakamiga genetikasi kuchli bo'lgan odamlar, rostdan genetikasi kuchli odamlar. Ular bodybuilder bo'lish uchun tug'ilgan. Men Ronnie Colemanni o'ylayman, bodybuilder bo'lmaganda, boshqa любой sportga kirganda ham u yulduz bo'lar edi. O'sha natural paytida uni tanasi chiroyli. Hammasi, Lee Priest masalan, 17, 18, 20 yoshligidagi rasmlarini ko'ring. Formasida ko'zingiz quvonadi-da, ko'zingizni ola olmaysiz. Haligi formasidan. Hammasi birinchi navbatda genetik iqtidorli odamlar bo'lgan. Unaqa odamlarga ko'p preparat kerak emas-da. Og'ir mehnat, o'zini ishiga fidoyilik, to'g'ri rejim, hammamiz biladigan narsalar, ozgina tomchi mana. O'sha paytda farma ham deyarli kam bo'lgan, to'g'rimi? Steroidlar boshqa. Hozirgi ro'yxatlar mana shunaqa natija qilishgan bo'lmasa. Endi bo'lgan oddiylari, endi o'sha oddiy, hozirgilar hattoki qo'pol qilib aytganda maktab o'quvchilari ham qabul qiladigan narsalar bo'lganda. Endi maktab 15-16 yosh maktab o'quvchi bo'ladimi? Maktab o'quvchisi. Hozir shunaqa tendensiya bor-da, masalan, Rossiyada, Amerikada shunaqa tendensiya bor. Maktab o'quvchilari hozir hattoki o'sha zamonning professional bodybuilderlaridan ko'p narsani уже biladi, qo'yadi, uradi. То есть genetik iqtidorli odamlar, ya'ni shu sportga moyil bo'lgan odamlar, og'ir mehnat ozgina preparat. Bo'lmagan emas, bo'lgan. Lekin fokus boshqacha bo'lganda. Asosiy ovqatlanish, trenirovka, uyqu. Asosiy fokus birinchidan genetika, shu sportga moyil bo'lgan odamlar shu sportga muhabbat qo'yganda, shuni hisobiga ham sifat, ham ob'yom, massa odamlar kelgan, shu odamlarni ko'rish uchun, misol uchun, nima deydi, publika deydi-ku, kelgan. Hozir faqat massa. Ko'proq go'sht bo'lish uchun ko'proq qabul qilish kerak, ko'proq sog'likni tiqish kerak. Unda ham kimni zapasi yetsa, ya'ni kim tirik qolsa o'sha yutyapti-da, qo'pol qilib aytganda. Menimcha hozirgi era bilan oldingi erani solishtiradigan bo'lsak, farma kamroq, ovqatlanish, trenirovka ko'proq urg'u qaratishgan. Hozir teskarisi shunaqami? Farma yuqori o'rinda, ovqatlanish bilan pastroq. Farma ovqatlanish bilan trenirovka hozir hattoki yaxshiroq ham. Chunki ilmiy hamjamiyat bilan birga hozir nima deydi, optimal bo'lgan trenirovka metodlari chiqdi. Ovqatlanish bo'yicha mahsulot tanlovi, ovqatlanish bo'yicha nima deydi, ma'lumot, ilmiy, ya'ni to'g'ri bo'lgan, foydaliroq, sog'liq uchun nima deydi, sog'liqni ko'p qiynamasdan ko'proq natija olish mumkin bo'lgan yo'llari hozir bor-da. Chunki u payti, misol uchun, bunaqangi yaxshi ilmiy hamjamiyat bo'lmagan. Masalan, hozir hattoki ovqatlanish, trenirovka hozir даже yaxshiroq ham. Faqat juda ham ko'p katta dozirovkalar buni ustida. Juda ko'p, juda ham katta. Genetik jihatdan unchalik iqtidorli emas oltin eradagi atletlar bilan taqqoslaganda genetik jihatdan u darajada iqtidorli odamlar emas-da. Shuni hisobiga. Plus talab. Endi masalan, Mr. Olimpiyani misol uchun musobaqani 100 kilolik odam yutgan bo'lsa, siz 80 kilo bo'lib yutqizgan bo'lsangiz, keyingi musobaqaga siz ham 100 kilo bo'lib chiqishga harakat qilasiz. Tabiiyki 100 kilo bo'lgan odam 110 kilo bo'lib chiqishga harakat qiladi. Shuni orqasidan, hali massani orqasidan quvish bo'lyapti-yu, pobochkalar o'shanga yarasha. Endi 150 kilogramm yuk
Masalan, menga o'xshagan 180 bo'ylik odam uchun bu ekstremal masalada. Meni tanam bunga yukni ko'tarish uchun mo'ljallanmagan. Aslida tabiat jihatdan bu noto'g'ri. Chunki masalan biz tosh davrida yashaganimizda, hali mamantlar, sherlar davrida yashaganimizda bodybuilderlar o'lib ketardi. Chunki na mamont orqasidan quvib yeta oladi, na sherdan qochib keta oladi-da. Qirilib ketgan bo'lardik. Kim tirik qoladigan bo'lsa, o'zi ko'zingizning oldida tasavvur qilaverasiz-da. Prinsipi chayirroq, yaxshi yuguradigan, quruq. Da, chayir, chidamliroq, yaxshi yugurgan misol. Plus minus любитель crossfiterlarda shunaqa odamlar tirik qolgan bo'lardi. Plus minus notabiiy bu. Notabiiy bo'lgandan keyin zarar sog'likka. Resursni kamaytiradi. Umrda resursini, organizmda nima deydi, resursini kamaytiradi bunaqangi metodlar, bunaqangi yondashuvlar. O'zi umuman bu sportda ovqatlanishga qay darajada e'tibor qaratish kerak? Qanchalik muhim ovqatlanish degan mavzuni o'zi. Chunki eshitganmiz 70% ovqatlanishga bog'liq, 30% trenovkaga bog'liq. To'g'rimi shu fikr? To'g'ri. Yaqinda menga bir kishi bunaqa kommentariy yozdi. Hali men ovqatlarimni hisoblab qo'yganlarimni storieslar qilaman-da. Aka, siz ovqatlanish uchun yashar ekansiz deydi yozdi. Ovqat yeyish uchun yashar ekansiz deyishdi-da. Endi bu hali qanchalik sinchkoroy bo'lgan joyni ko'ribdi. Endi sodda bir yondashuvda men bunaqa deb aytaman, qarang. Men mana shu yashash, nima desam, ovqatlanish uchun yashamayman. Men yaxshi ovqatlanganim uchun, o'sha sinchkovlik bilan, mijg'ovlik bilan даже deylik, ovqatlanganim uchun men sifatli trenirovka qilyapman, sifatli qayta tiklanyapman. Yaxshi, chiroyli, kuchli tana quryapman, bellashadigan, konkurensiya qila oladigan, musobaqalarda yutyapman. Mana siz bilan podkastlarda o'tiribman mutaxassis sifatida, to'g'rimi? O'zi как бы shaxsiy brendim shundan kelib chiqyapti. Daromadim, kasbimdan baraka, hammasi shu orqali kelyapti-da, bu shu sabab. Demoqchimanki, bitta katta zdaniyani oladigan bo'lsak, uni fundamenti ovqatlanish. Chunki men agar ovqatlanmaganimda, trenirovka ham bo'lmasdi, natija ham bo'lmasdi, musobaqalar ham bo'lmasdi, hech nima bo'lmasdi. Mantiqan olib qarasak. Ovqatlanish asos. Hech qaysi dabavka sizga noto'g'ri ovqatlanganingizni nima deydi, kechirmaydi. Yo o'rganasiz, yo shu narsaga jiddiy e'tibor qilasiz, yoki shu zalda yuraverasiz. 4 yil, 5 yil hech qanaqa taningiz o'zgarmasdan, natija olmasdan yuraverasiz. Ovqatlanish asos bu, fundament. Men Instagramingizda, o'z YouTube'laringizni kuzatib chiqdim. Ko'p beriladigan savollar shu ozg'in bolalar bilan, ozg'in bolalar ekan ko'psi, shu vazn tashlamoqchi yoki ozg'in bolalar, yasamoqchi. Qanaqa oddiy formulasi bor vazn olishga, ozg'in bola uchun va yog' eritishga, yog' yo'qotish uchun o'sha odamlarga? Oddiy formula bormi, formulasi? Endi oddiy formula bor, oddiy, lekin hech kimga hozir yordam bermaydigan gap. Bu semirmoqchi bo'lgan odam ko'proq yesin. Shu aktual bo'lib qoldi. Da, oddiy, ozmoqchi bo'lgan odam kamroq ovqatlansin, ko'proq harakat qilsin. Bu oddiy bolta gap, lekin ko'p holatda yordam bermayapti nimaga? Chunki hamma biladi. Shu prikollar bor-ku, nima qilding ozish uchun desa, to'g'ri ovqatlandim, zalga chiqdim. U tushunaman, uni bilaman, nima qilding deydi-yu. Uni biladi shundoq ham. Semizlar ham biladi, kamroq ovqat yeyish kerakligini. Lekin yordam bermayapti. Chunki o'sha ishtaha bo'yicha videoda YouTube'da biz aytgandik, ishtaha bu hali fiziologik talab emas, psixologik. Bu psixologik, ovqatga bo'lgan psixologik bir nima deydi, bog'lanishda bu. Xohish. Da, semiz odam asosan o'sha psixologik muammosi yoki qaysidir stressning ta'sirida o'sha ovqatga bog'lanib qolgan. Shu ovqatdan qandaydir, najot topgan. Mana shu stressga tushib qoldi, shu ovqatni esa o'ziga keladi. Xuddi sigaret chekkan odam sigaret chekadi. Shu ovqatdan najot topganda o'ziga qandaydir xotirjamlik, bir dopamin olganda shundan topgan. Shuni hisobiga semirib ketganda bu odam. Uni kallasi bilan ishlash kerak. Ovqatda hozir mana siz ayting, ozish uchun eng yaxshi yo'li mana bunaqa ovqatlanish yoki trenovka. Vazn olish uchun sen mana bunaqa qilishing kerak desiz. Odamlarga tushunarli bo'lishi uchun. Bu hammani qiynab kelgan savol. Masalan, ko'p mutaxassislar ham chiqib aytgan, kaloriyani kamaytirasan, oqsil ko'paytirasan, bu qilasan, u qilasan. Endi agar qarang, jiddiy yondashaman desa, hech bo'lmasa kaloriyani hisoblashni o'rganish kerak. Agar jiddiyroq yondashaman desa, haqiqatda men shu narsaga jiddiy yondashaman, bo'ldi, to'ydim
degan bo'lsa, hech bo'lmasa shuni o'rganish kerak-da. Aslida bu qiyin narsa ham emas-da. Misol uchun, men o'zim ayolim o'rgatib qo'yganman, o'ziga o'zi hisoblab yeb yuraveradi-da. U qiyin narsa emas. Yegan narsasimda qanaqa apga kirgizib nazorat qilish qiyin emas. Hech bo'lmasa shuni o'rganish kerak. Ozmoqchi bo'lgan odamlarga aytaman, hech qachon o'zini strogi cheklash kerak emas. Men bugun ham bitta video ko'rdim, ozish bo'yicha ozish uchun nima qilish kerak desa, masalan, oqsilni tovuqdan, tuxumdan, tvorogdan olish kerak, uglevodni iloji bo'lsa guruchdan olish kerak deyapti bir ekspert. Lekin bunaqangi dieta ozdirmaydi. Shunaqa. U qanaqangi emotsionalni ovqatga bog'langan odam, shu ovqatdan lazzat oladigan, ovqatdan najot topgan qo'shtirnoq ichida odamga siz o'sha ovqat bilan yana azob bermoqchisiz-da. Hech qachon ishlamaydi bu formula. Teskarisi bo'lib qoladi, yana battar stressga tushib qoladi-da. Shunaqa. U eshitganidan уже sizni eshitib turibdi-yu, o'zida hali galochka qo'yadi, bo'ldi, men buni qilmayman. Mayli gapirib bo'lsin, hozir sekin borib o'zim bilgan qilaman deb kallasida уже aytadi. Hech qachon strogi cheklash kerak emas. Semiz odamlarda. Faqat o'sha nutrientlarni nazorat qilish kerak. Oqsil, yog', uglevodlar. Urg'uni asosan oqsilga bersin. Oqsilli mahsulotlarga. Go'sht, nimadan olishni xohlasa, nima o'ziga yoqsa. Go'sht yegisi keladimi? Go'shtga. Tuxummi, tvorogmi oqsil bo'lishi kerak, chunki oqsil termagan mahsulot. Yog'ni yo'qotishga yordam beradi. To'q saqlaydi, ochlikni nazorat qilishga yordam beradi, ishtahani nazorat qilishga yordam beradi. Undan keyin o'ziga yoqqan, o'sha o'ziga nima deydi, lazzat bergan mahsulotdan ozgina iste'mol qilsa bo'ladi. Oddiy bir bolta formulasi shu. Ko'proq oqsil yeymiz, ozgina o'zimiz yaxshi ko'rgan ovqat yeymiz. Обязательно harakat. Demak, o'sha faqat tovuq, guruch, grechka yeysan degan narsa yo'q. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Mana uglevodni olaylik. Uglevod organizm uchun umuman farqi yo'q. Siz shakar yedingizmi yoki siz guruch yedingizmi? Hammasini baribir glyukozagacha parchalaydi-da. Faqat shakarni parchalanish zanjiri qisqaroq bo'ladi, chunki u glyukozaga yaqin. Guruchniki sal uzunroq bo'ladi, chunki guruchni yana ko'proq parchalash kerak glyukozaga olib kelish uchun. Lekin ikkalasi ham glyukozaga aylanadi-da, organizmga o'sha energiya manbai sifatida singadi. Miyaga umuman farqi yo'q, siz guruch yedingizmi, shakar yedingizmi? Nimaga shakar zarar bo'lmasa? Shakar o'sha dopamin bog'liqlik tez bergani uchun. Yaratish uchun. Chunki zanjiri qisqa dedik-ku, tez parchalanadi, qonga tez qand miqdorini ko'taradi, shuni hisobiga o'rganish hosil bo'lishi mumkin. Xavfli joyi shu. Buni ham agar nazorat qila olsangiz, пожалуйста, bemalol. Pirojni yeysizmi, shokolad yeysizmi, tort yeysizmi, hattoki shokolad oddiy shakardan yaxshiroq, chunki yog' nima deydi? Qonga tez singishini nazorat qiladi-da, qandingiz ko'tarilib ketib qolmaydi. Mahsulot tanlashda umumiy olib qaraganda professional atlet bo'lmagan odamlar erkinroq. Faqat nazorat qilishni o'rgansa bo'ldi. Massani qanday oladi? Masalan, to'g'ri vazn olish degan narsa bor, shunchaki vazn olish degan narsa bor-da. Ko'pchilik tushunmaydi shu narsani. Vazn olish desa, tiqib tashaver deydi. O'sha burger bo'lan, pitsa, uyda ovqatni hamma narsani tiqib tashaver, vazn ves olasan deydi. Lekin unaqa ves olish bilan massa, ya'ni mushak massasini olish boshqa narsa, to'g'rimi? Albatta. Yana ham bitta fikr bor. Bizni zamonimizdan qolgan daji fikr bor. Menimcha bizdan ham oldin bo'lgan bu narsa. Oldin yog' yig'ib olasan-da deydi. Keyin u yog'ni mushakka o'tkazasan deydi. Senda hozir yog' bor, просто yog'ni eritishing kerak, mushakka oqsilga aylantirib deydi. U ham yo'q, u mayli, yog' yig'ib, u yog'ni keyin mushak qilib olasan deydi-da. Hozir o'shuning uchun yog'ni yig'gin deydi. Hatto bu korni fiziologik jihatdan olib qarasangiz, umuman mantiqqa ham to'g'ri kelmaydigan narsa-da. Ana ular bor-ku, semiz bolalar bor-ku, masalan, gavdalida semiz, faqat jer bor-da, unda boshqa narsa yo'q. Jer bor-da, qotirsam bo'ldi deb qo'yadi-ku. Shunaqa gapda. Qotirsam bo'ldi, mendan zo'rkachaga chiqadi deb. Endi uni qotiraman deguncha 2 barobar, ya'ni 3 barobar kichkina bo'lib ketadi. Hatto o'sha boshlagan nuqtasidan ham kam bo'lib ketishi mumkin. Ves ola olmayapman degan odamlar ves kerakmi yoki mushak kerakmi? Agar ves kerak bo'lsa, hammasi oddiy. Prosta yotamizda, xohlagan narsamizni iloji boricha ko'proq yeymiz. Bo'ldi, tarozida vazn oshadi. Agar maqsad shunaqa bo'lsa. Lekin u vazn prosta ortiqcha sog'liq uchun zarar bo'ladi. Chunki bilamiz, ortiqcha yog' bu уже isbotlangan. Bu sog'liqqa zarar beradigan gormonal organ уже. U kasal qiladi 100%. Agar mushak kerak bo'ladigan bo'lsa, bu sekin bo'ladi. Sekin bo'ladi, sabr talab qiladi, mehnat, ba'ziviy bilimsiz
qiyin. Ya'ni hatto bu o'sha kaloriyani hisoblashni o'rganmaguncha sifatli vazn olish qiyin. Chunki masalan, siz bakka necha litr benzin solganingizni bilmasangiz, necha kilometr masofa yurishingizni ham bilmaysiz-da. Shunaqa. Xuddi shunaqa narsa bu ham. Mushak juda ham sekin o'sadi. Yangi zalga chiqqan bolalar bo'lsa, umuman hali trenirovka qilmagan bolalar bo'lsa, birinchi 2-3 oygacha yaxshi javob qaytaradi. Giperkompensatsiya zo'r bo'ladi. Chunki unaqa nagruzka olmagan. Ha, organizm nima deydi? Tirik qolish rejimiga tushadi-da, hech qachon his qilmagan stressiga tushadi. Biz yashab qolishimiz kerak, nima qilgan taqdirda ham biz o'sishimiz kerak deydi. Keyin bu etap o'tgandan keyin, moslashgandan keyin haqiqiy mehnat sahnaga chiqadi. Ko'pchilik o'zi agar mana o'zini ham analiz qilsin, taxminan 3 oydan keyin plato keladi. O'sha platodan keyin atkat boshlanadi. Chunki boyagi novichokda yangi kelgan odamning resursi tugadi. Endi haqiqiy mehnat boshlanadi. Haqiqiy o'sha o'lchab ovqat yeyishlik, trenirovkani, uyquni nazorat qilishlik, rejim, kechalari bilan PUBG o'ynash уже endi seni kechirmaydi. Mana shu 3 oyda tugaydi resurs. Undan keyin haqiqiy mehnat boshlanadi. Misqollab, santimetrlab, grammlab yig'ish boshlanadi. Mushak o'sish hamma shartlarni ideal bajarganda taxminan 700, maksimum 900 osmonga otasiz 1 kilo oyiga. Oyiga 1 kilo mushak go'sht yig'sa bo'ladi. Da. 700 Hammasini ideal qilganingizda 1 kilo patolog. Da, genetik jihatdan hisobga olib, kimdadir kamroq, kimdadir ko'proq, endi sredniy paplik примерно 1 kilogram toza massa olish mumkin. Mana shu joydan olib analiz qilsin hamma. Bir oyda qancha ves olyapti? Bir xilla men 2 oyda 10 kilo ves oldim deb o'radi-da. Malades, lekin u vesni mushak emas. 1 kilosi Xudo bergan bo'lsa mushak bo'ladi, qolgan 9 kilosi ortiqcha yuk bo'ladi. Men ham oxirgi marta masalan umuman mushak bodybuilding bilan shug'ullanib, o'zim masalan ves olmoqchi bo'lganman. Maqsadim shu bo'lgan. 2023-yil ham 55 kilo edim adashmasam. 2023-24-yilda 55 kilogram edim. Shundan keyin o'z qat'iy kirishni boshladim. Ungacha shug'ullanib ko'rdim, ovqat tamom bo'lardi yoki trenirovkada zalga pul bo'lmay qolardi. Mana shunday qilib yana qolib ketardi. Ves o'zgarmasdi. Oxirgi 4 oyda yaxshi pul yig'dim. O'sha sport petrenimga bo'ladimi, ovqatlanishimga bo'ladi, hammasini joy-joyida qildim. 4 oy vaqtim ketdi. Hech narsani qoldirganim yo'q. Uyqum ham joyida, 5 mahal ovqatlarim, uglevod, kaloriya hammasi hisoblangan holda 10 kilogram vazn yig'dim. To'g'ri, mushak massasi ham bor, ozgina yog' ham bor. Lekin o'zgarish sezildi. Bu narsada bilim kerak ekanda. Albatta. Bilim bo'lmasa, shunchaki shug'ullanib yurgan foydasi yo'q. Eng hayron qoldiradigan joyi aytaymi nima? Bir tarafi hozir mana bitta tomoni, hozir men trenerlar tarafdan aytaman-da, zalga keladigan odamlar tarafdan aytaman. Ikki tomonda. Men o'zimni eng hayron qoldiradigan joyi. Trenerlar tarafdan oladigan bo'lsak, qo'pol qilib aytganda 3 kun zalga chiqib sal o'zini oynada o'zgarish ko'rgan odam trenerasi bo'lyapti o'zidan. Pumpni orqasida. Hech qanaqa ma'lumoti yo'q. Ma'lumotiga mayli, tajribasi ham yo'q. Prosta zalga chiqdi, balkim genetikasi yaxshidir, balkim qaysidir trener unga to'g'ri yo'lni ko'rsatgandir. 2-3 oyda bir rezultat qildi, bo'ldi. U trener u. Bo'ldi, u trener. Instagram profiliga kirsangiz, dietolog, nutritsiologlar deb yozib tashalganda, hatto dietolog bo'lish uchun o'qish kerak. Necha yil o'qish kerak. Sertifikat bo'lish kerak, hatto. Bu tomoni men hayron qolaman. Misol uchun. Endi zalga keladigan odamlar tarafida, любой seksiyaga borsangiz, любой boshqa sportga borsangiz, borishdan oldin siz so'raysiz, trenerni so'raysiz. Qayerda yaxshi trener bor deysiz-da. Mana bitta yaxshi trener bor desiz, siz zalga emas, trenerning oldiga borasiz. Lekin nimagadir tosh ko'tarishga chiqqanda zalga keladigan odamlar o'zini hamma narsani bilaman deb keladi. Men shundoq ham bilaman-ku, nimani o'rganaman deb. Toshdim demday qilaman, bo'ldi, o'sib ketaman. Shunaqa qilaman, masalan, zalda umuman ko'chada bo'ladimi, zalda bo'ladimi, farma yoki natural farqi yo'q. Muskulli odam bo'ldi, hamma narsani biladi, u kachok. U demak, meni ham kachok qila oladi degan fikr bor. Kimni ko'rsa masalan havas qiladi, zalga borgan, aka, menga o'rgating deydi. Xohlagan bilgan o'rgatib tashlaydi. O'zi ko'taradigan veslarni o'sha novichokka ko'tartiradi. Qanchalik to'g'ri shu narsa? Bu siz aytgan odam bor-ku. Hali sal-pal o'sgan odam. Sal-pal menga yordam kerak ekan, men nimandir bilmas ekanman degan fikrga yetib kelgan odam. Ungacha-chi 90% odam bor, menga trener kerak emas, zalga shunday keladi, men o'zim hamma narsani bilaman deb keladi. Tushunyapsizmi?
hech qaysi sohada men ko'rmadim. Hech qaysi sohada men shu sohani nima deydi? Men shu sohada kompetensiyam bor deb hisoblaydigan boshqa sohani ko'rmadim. Chunki masalan taksiga o'tirsangiz ham endi misol uchun men o'zimda-da, masalan, sal-pal bo'lsa ham formam bor-ku. Az trenovka qilasizmi yo trenermisiz deydi. Ha desangiz, bo'ldi. U odam o'zi menga o'rgatishni boshlaydi. Men bunaqa qilaman-da, men bunaqa qilaman, bunaqa bo'ladi. To есть o'zida u mutaxassis уже. Tushunyapsizmi? Ko'pchilikda bemalol maslahat beradi zal bo'yicha. Bemalol maslahat beradi. Xuddiki u mutaxassis. Hatto o'zi zalga chiqmagan bo'lsa ham-da. Nimaga bu sohaga bunaqangi barmoq ostida munosabat men tushunmayman. Nima uchun? To есть misol uchun hech kim sizga qorningiz og'riyotgan bo'lsa yoki bir yuragingiz og'riyotgan bo'lsa, hech kim sizga xirurgiyadan maslahat bermaydi. Men operatsiya qilish kerak, yur, hozir vaqtim bor. Ertalab anavga zakazga chiqishim kerak, hozir kechqurun operatsiya qilib qo'yaman demaydi-yu. Lekin bizning sohada xotirjam maslahat tarqatishadi. Hamma bozor. Hamma mutaxassis, hamma trener. Sal forma qilgan bo'lsa-ku bo'ldi, вообще уже kurs sotishni boshlaydi. O'sha umuman professional trener bo'lish uchun nima qilish kerak? Qanday trener tanlash kerak masalan, novichoklar? Zalga endi chiqmoqchi bo'lganlar ham, umuman forma qilib, musobaqa tayyorlamoqchi bo'lganlar qanaqa trener tanlash kerak? O'zi trener qanaqa tanlanadi? Kim bo'lish kerak trener? Qanaqa u? Menimcha birinchi navbatda o'zing kim bo'lmoqchisan? O'zing nimani xohlaysan? Bir, aniq bilishing kerak. U shu san xohlaydigan narsani kim o'sha hayotga tatbiq qilgan? To есть san erishmoqchi bo'lgan maqsadga kim erishgan? Bormi shunaqa odam? Bor. Bo'ldi, shunga borishing kerak deb o'ylayman. Chunki misol siz motorist bo'lmoqchisiz, motorist oldiga borasiz-da, qassobning oldiga bormaysiz. Sohada ham mutaxassislar ko'p. Ustoz kerak. Ustoz siz bo'lmaydi, iloji yo'q. Bizning ustozlarimiz ustozi bor. Hammaning ustozi bor. Ha. Shu maqsad kim bo'lmoqchisan, o'zingni qayerda ko'rmoqchisan. Okey, bir. Ikkinchisi, kim shu ishni qilgan уже? 2. Bo'ldi, borasan. Agar bu odamlar bir nechta bo'lsa, tanlaysan. Universal mashq yoki universal metod bo'lmaganidek, hammaga birdek to'g'ri keladigan trener ham yo'q-da. Shunaqa. O'zingga mosini o'sha maqsadga erishgan odamlarning orasidan tanlaysan. Bu ko'chadan kelgan odam deylik, zalga keladigan foydalanuvchiga mutaxassis sifatida oladigan bo'lsak, meni fikrim, o'zini trenerman deb hisoblaydigan odam, kimgadir yo'l ko'rsataman degan odam tajribadan tashqari birinchi navbatda bilimi bo'lishi kerak. Chunki bu doktor bilan fitness trener doktor bilan foydalanuvchi, ya'ni zalga kelib foydalanuvchi orasida turadigan odamda. Nimaga? Chunki sizni shunaqangi yondashuv qilishingiz kerakki, bu odam sizdan o'tib doktorga bormasin, yoki sog'lig'iga zarar berib qo'ymasligingiz kerak. Natija, yutuqlar ikkinchi darajali. Ya'ni agar professional bo'lmasa, pro sahnaga chiqmoqchi bo'lmasa, agar bu yerda o'sha sog'lig'ingiz bilan riskovat qilmasdan boshqa ilojingiz yo'q. No, trenerlar, men trenerman deb, fitness trenerman deb ommaga chiqayotgan odamlar o'zini analiz qilsin. To есть vijdonan. Bu yerda hamma o'zini vijdoni bilan gaplashadi-da. Misol uchun ozgina forma qilib yoki boshqa qandaydir nima deydi? Asos bo'lmagan, ya'ni bilim jihatdan, katta tajriba jihatdan asosi bo'lmagan holatda ommaga o'zida ishlab qolgan narsalarni targ'ib qilish kerak emas. Sani organizming, u sani organizming. Sanda ishlagan narsa bunda ishlamasligi mumkin. Hammaning organizmi har xil. Bazaviy уровеньda metodikalar deyarli bir xil. Lekin sanda ishladi degani bunda ishlaydi degani emas. Tim bo'li agar sen farmada bo'lsang, bu natural bo'lsa. Men ko'p shunaqa joylarda jabr ko'rganman, realni. O'zimda sinab ko'rib, travmalar olib, natija bo'lmay, pulimni ketkazib, vaqtimni ketkazib, chunki bitta metodda ishlamasligini o'zida tekshirish uchun bir necha oy kerak. Shunaqa tushunishingiz uchun. Tushunganingizda siz o'sha bir necha oy umringiz berib bo'lgan bo'lasiz-da. Bu hamma sohada ham shunaqa-da. Yana nolda turibsiz-da siz. Hali yana o'sha yo'lda boshida turibsiz-da. Alam qiladi odamga. O'shaning uchun kerak emas. Bilim bo'lsin, xolis yondashuv bo'lsin. Shu odamga men qanday yordam bera olaman? Ba'zi bir men endi shu sohaga kirganingizdan keyin ozgina bari meditsinaga ham aralashasiz-da. Ba'zi bir doktorlar nazarcheniyalarini ko'rasiz, ba'zi bir dorilar
просто sotish uchun. To'g'ri kelmaydi, shunchaki sotish. Kerak emas, umuman kerak emas. Mana kerak da, действительно, lekin mana bu ro'yxatdagi mana ikkita narsa umuman kerak emas. Bu yaqinda ham shunaqa narsa bo'ldi-da. Xolis bo'linglar, vijdonan o'zingizlarni analiz qilib, vijdonan yondashinglar. Biz как doktorda gap, medikda gap biz. Meditsinaga juda ham yaqin bizaniki. Insonni tanasi bilan ishlaymiz-da. Umuman o'zi professional trener bo'lish uchun o'qish kerakmi, sertifikat olish kerakmi? Kerak. Mani fikrim 100% kerak. Ya'ni bu qonun tarafdan ham xudo xolisa yaqinda nazorat qilinishni boshlanadi. Ya'ni trenerman deb chiqayotgan odamlarni o'sha diplomi, sertifikati tekshirilishni boshlaydi. Chunki kaloriyani hisoblashni o'rganding degani sen nutritsiolog bo'lding degani emas. Albatta, nutritsiologiyada juda ko'p narsa bor. Ha, nutritsiolog bu alohida bitta kasbda. U muammo bilan ishlaydi. Shunchaki ovqat yozib bermaydi. Mana buni buncha ye, buncha ye. O'sha ichki organizmda qanaqa muammo bor? Unga qaysi bad to'g'ri keladi? Kallada nima muammo bor? Qaysi ovqat to'g'ri keladi? Unga nimaga allergiyasi bor? U polni analiz qilib chiqish kerak-da. Shunaqa. O'ylab nutritsiologlar bo'ldi, dori yozib berar ekan, ovqat yozib berar ekan. Kaloriyani hisoblashni, men aytaman, necha gram guruch, necha gram tovuq yeyishni yozib berishlik bu nutritsiolog xizmati emas. Men nutritsiologiyaga men o'qiganman. Alohida 3 oy o'qiganmiz. U yerdagi bilimlar men yuragim siqilib ketgan. Men nutritsiolog bo'lmayman. Men bilimni olaman, lekin nutritsiologический сопровождение deydi-ku, ichida, ya'ni o'sha nutritsiolog xizmati, xuddi trenerning xizmatidek nutritsiolog xizmati bor. Har kun siz bilan ishlaydigan. Men bu narsani qilmayman. Men faqat bilimini olaman deganman-da. Nutritsiologiya, dietologiya juda chuqur kasb. Masalan, o'zim sertifikat olganman nutritsiologiya bo'yicha. Biz o'qigan paytimda o'sha har bitta bad bo'ladimi, har bitta mineral bo'ladimi, hammasigacha nima deydi, bir 10 bor qo'llanmani yodlar deydi. O'sha imtihonni topshirishlik uchun o'sha narsani o'rganish uchun. Tasavvur, bitta mineral uchun bizni 10 varaqli narsa o'qir deydi. Endi mana qarang, siz hozir nutritsiologiyani shuncha chuqur o'rganasiz-da. Men faqat kaloriya hisoblashni bilaman, tam necha gram uglevod, necha gram yog' kerak, bazaviy уровеньda qaysi qo'shimchalar kerak, ba'zida nima uchun kerakligini ham bilmayman. Hammaga bir xil yozaman. Man qanaqangi rekomendatsiya, tavsiya berishim mumkin mijozga? Mana bunaqa chuqur bilim olgan odam qanday tavsiya berishi mumkin? Siz unga beradigan tavsiyani ham darajasi boshqacha bo'ladi, undan oladigan mijozda oladigan foydasi ham boshqacha bo'ladi-da. Umuman boshqa уровень. Shuning uchun hamma o'zini xullas vijdonan analiz qilsin-da, bilim olishi kerak deb o'ylayman, bilim olish shart deb o'ylayman. Umuman o'zi har bitta sportchi bilim olish kerak, har taraflama, meditsina taraflama ham, sport tomonlama ham bilish kerak-da. O'zini o'zi kontrol qilib bilish kerak. Masalan, qanaqadir muammosi bo'ladigan bo'lsa, o'zi bilish kerak, nimadan muammo bo'layotganligini. Men yoshligimda shu kachoglarni ko'rardim-da, misol uchun ko'chada ko'rib qolardim. Rossiyaga, Moskvaga ishlashga ketganimda, o'sha 2010-yillar, erta endi bor-da, misol metroda ko'rib qolasiz, katta kachog odam ko'rib qolasiz. Ommatan shunaqangi tushuncha borki, kachoglar to'poy bo'ladi degan tushuncha bor-da. Men hech qachon unaqa qaramaganman. То есть men o'sha vaqtda o'zim uchun tushunardim, ongli ravishda bunaqangi tana qurish uchun bilim bo'lish shart deb tushunardim. Ya'ni просто tak bu narsani qilib bo'lmaydi. Qaysidir darajada biliming bo'lishi shart deb tushunardim. Men qaraganda hurmat bilan qarardim-da shu odamlarga. Endi bilimni darajasi bor-da. To есть hamma narsa ham nima deydi? Mushagi katta odam hamma narsani biladi degan fikr menda tugagan уже. So уровеньda, qaysidir уровеньda tugagan. Chunki men mushagi katta odamlarni ko'pini tavsiyalarini qilganman o'zimda. Programmalarni, pitaniyalarini ko'pini tavsiyalarini o'zimda qilganman. Ko'pidan jabr ko'rganman. Nimagadir faqat o'zim aybdor bo'lib chiqardim-da o'yindan. Men eng a'lochi o'quvchi bo'lsam ham, berilgan tavsiyalarni eng joyiga qo'yib, maromiga qo'yib bajarsam ham, nimagadir oxirida o'zim aybdor bo'lib chiqardim-da. Menga alam qilardi. Kichkinagina fishkasini bilmaganman-da. O'sha joyini bilganimdan keyin men tushunganman. Ha, demak, gap bu yerda emas, gap mana bu yerda ekan. Agar bu yerda bo'lmasa, ko'p holatda bu ham yordam bermas ekan degan narsaga yetib kelganman. O'shandan keyin men ilmga chuqurlashganman. Men bu bo'sh gaplar emas, bu havodan olingan gaplar emas. Meni chandiqlarimdan kelib chiqqan gaplar bular hammasi. Men qilib ko'rganman. Men yeb ko'rganman, sinab ko'rganman, qilganman hammasini. Mayli nima bo'lgan, men o'zim ichimdagi gaplarni aytdim. Yana chiqarish kerak. Bu narsani bu gaplarni
balki mediada aytmagandirman, lekin misol shogirdlarim bilan ishlaganda, talabalar bilan ishlaganda, kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Men hozir O'zbekiston bo'yicha oladigan bo'lsak, 100 dan oshiq trenerga men diplom berganman, imtihon olib ta'lim berganman. 100 dan oshiq trenerlar meni ustoz deydi-da, masalan. Bu katta ketish emas, bu просто fakt. Bu gaplar o'sha oralarda, o'sha darslarda chiqqan bu gaplar. Balki mediada chiqmagandir. Bu meni o'zimning xolis fikrlarim. O'zimni tajribamdan, hayotda bosib o'tgan yo'limdan, ko'rgan narsalarimdan kelib chiqib aytayotgan narsalarim. Birortasida yolg'on yo'q. Chunki hozir mana bu videoni ko'radigan odamlar kimdir o'zini taniydi, kimdir ko'rgan bir nima deydi, bir ko'rgan kartinasi ko'zini oldiga keladi, hayotidagi tajriba, ha, men bu yerda mana xuddi shunaqa narsa ko'rgan edim yoki menda ham shunaqa narsa bo'lgan edi degan fikrlar ko'p marta keladi. Hozir bu videoni ko'rgan odamlar. Chunki real hayotdan olingan narsalar bular. Endi sekin-sekin tugatib o'ramiz bo'lmasa, qisqaroq nomlar bilan. Omadga ishonasizmi? Ha. Lekin buni izohi bor. Omad tayyor bo'lgan odamga keladi deb o'ylayman. Ya'ni omad shunchaki divanda yotgan odamga kelmaydi. Omad kelishi uchun siz o'sha omadga tayyor bo'lib kelishingiz kerak. Omad keladigan nuqtagacha yetib borishingiz kerak. O'shanda omad kelishi uchun odam harakat qilish kerak. Albatta. Omadga nima deydi? Omadga siz zamin yaratishingiz kerak. O'zingizni har xil skilllaringiz bilan. O'shanda omad keladi. Lekin o'shanda ham odamlar buni omadi kelgan deyishi mumkin. O'sha nuqta, o'sha omad kelgan nuqta, o'sha Xudo bergan joyi, o'sha omad nuqtasi, o'sha Xudo bergan nuqtasi. Ya'ni sen tayyor bo'lding, sabablarini qilding, intilding, taslim bo'lmading, tavakkal qilding, so'rading, o'sha nuqtada tayyor bo'lgan vaqting senga berildi. Bu katta yo'l. Hayotdagi shioringiz nima? Katta shioringiz. Katta shiorim Doim o'sha fikr bilan, maqsad bilan yuradi odam. Harakat. U shior emas, endi bir so'z deylik. Bitta kitob bor edi, bir kitob o'qigandim. Ingliz tilida. Mening so'zim deydi. My own word. U kitobda har bir insonni o'zini so'zi bor. Shunday so'z borki, u so'z insonni hayoti davomida o'sha boshlaydi degan. Misol uchun kimdadir bu ishonch, kimdadir muhabbat, har xil. O'sha so'z uni ifodalab har doim intiltiradi, boshlaydi. Menda o'zimni analiz qilganimda menda harakat. Ya'ni action. Ruschada действие deydi-yu, o'zbekchada har ozgina ma'nosi tushmasligi mumkin. Harakat deganda harakat emas, mana hozirgi nuqtada harakat. Bu qanday nima deydi, paydo bo'ladi? Misol uchun tushunmagan narsamda, misol shunaqa holatdamanki, hayotda tupik misol uchun bo'ladi hayotingizda shunaqa momentlar bor, qayerga yurishni bilmaysiz, nima qilishni bilmaysiz, nima bo'layotganini tushunmaysiz. Shu nuqtada men prosta keyingi harakatni qilaman. Action. Prosta action. O'sha actionning eng zo'r yo'li men uchun trenirovka bo'lgan. Siz boraman, o'sha temirni ko'taraman. O'sha harakat vaqtida qandaydir g'oyalar kelishi mumkin. Tagdalik tuz. Men o'sha harakat, meni shiorim emas, o'sha meni oldinga boshlaydigan narsa harakat. Действие, ya'ni action. Mana muvaffaqiyatni nima deydi, bironta natijaga erishgan inson, muvaffaqiyatli insonlarni hammasi baribir boshidan boshlab kelgan, qanaqadir qiyinchilik ko'rgan, boshqa narsa ko'rgan, lekin mana shu narsalarni hozir kimdir natijaga erishgan narsalar, mashina bo'lsin, obro' bo'lsin, mediasi bo'lsin, uni orqasida hech kim ko'rmaydi-da. Hozirgi ko'rib turganidan kelib chiqib aytadi-da. Ungacha qancha marta xato qilgan, qancha marta yeb qo'ygan bironta joydan, qancha marta o'rgangan. Hech kim bu narsalarni eslagisi ham kelmaydi, tushungisi ham kelmaydi. Odamni hozir mana erishga olgan mashinasi qiziq, hozirgi obro'yi qiziqda. U qayerdan chiqqan o'zi? Kim bo'lib chiqdi? Qanaqa yo'li bosib o'tib ketdi? Qanday qiyinchilik ana ko'rdi? Uni atrofidagi odamlardan boshqa hech kim bilmaydi-da. Hattoki ba'zida atrofdagi odamlaringiz ham bilmaydi. Ba'zi bir holatda bor, o'zingizdan boshqa hech kim bilmaydi. Shunaqa. O'zingizdan boshqa. Mana agar ko'rgan bo'lsangiz, Instagramda ko'p hashtag qo'yaman. Sukunatda mehnat degan hashtag qo'yaman-da. Bekorga emas. Ko'p narsalar sukunatda bo'ladi, hech kim bilmaydigan vaqtda, holatlarda bo'ladi. Bunaqa odamlar bor, masalan, muvaffaqiyatga erishgan odamlarning intervyularini, podkastlarini ko'rganda u odam
misol uchun podkast olib borayotgan odamni savoliga misol uchun 9-pog'onadan 10-pog'onagacha pog'onani gapiradida. Lekin ungacha bo'lgan 8 ta pog'ona borda. O'zi biladi faqat. Har bir misol uchun agar o'zini qaysi pog'onadaligini odam o'zi analiz qilish kerak-da. Sen agar birinchi pog'onada bo'lsang, sani oldinga qo'yiladigan hozirgi ish prosta ikkinchi pog'ona haqida o'ylash. Uni o'lchovidagi 9-10 pog'ona haqida emas. O'zingga kerakli fikrlarni olginda, sen ikkinchi pog'onaga harakat qil. Demotivatsiya bo'lmasin. Masalan, million dollarlar, qandaydir katta proyektlar haqida gapiradi-ku ko'pincha podkastlarda. Hech kimga qiziqmas, misol uchun kichkina narsalarni eshitish. Sabr qanchalik muhim? Umuman hayotda, ishda, sportda sabr. Sabr bizani sportimizda deydi, eng katta kaliti bo'lsa kerak sabr bizani sportimizda. Chunki bizani sportda natija olish uchun siz uzoq vaqt bir xil narsalarni natijasiz qaytarishingiz kerak-da, takrorlashingiz kerak. Natijasiz uzoq vaqt. Chunki siz bir kun trenirovkaga borsangiz, ertasi kun oynada hech qanaqa natija ko'rmaysiz-da. Hatto bir oy borsangiz ham hech narsa natija ko'rmaysiz. Lekin sabr qilasizda. Habib aytgan-ku, eat, sleep, repeat, eat. Ovqatlanasan, yeysan, trenirovka qilasan, uxlaysan. Faqat shu. Sabr bo'lmasa, bo'ldi, siz bu yo'lda qolmaysiz. В принципе, boshqa любой yo'lda ham qolmasingiz kerak agar sabr bo'lmasa. Sabr deganda ham balkim kimdir noto'g'ri tushunishi mumkin. Sabr deganda prosta sabr, ya'ni bir joyda turib sabr yo'q, harakat qilib sabr. Jiddiysan. Harakat qilasan, o'sha harakat qilishing davomida kelayotgan sinovlarga sabr qilasan, turib berasan. Bu hayotning qonuni. Muvaffaqiyatli odamlar nima uchun kam? Chunki ular o'sha bosim kelgan joyda sabr qilib o'tib keta olgan. Bu tabiiy filtr. Bu bosim tabiiy filtr. O'zi odam zotiga o'sish uchun, rivojlanish uchun baribir bosim kerak har tomonlama. Masalan, stress ko'pchilik yomon deydi-yu. Stress o'zi foydali narsa-da. Faqat stressni odam qanaqa qabul qilishligi o'ziga bog'liq. Pozitiv qabul qiladimi yoki negativ qabul? Negativ qabul qilsa bo'ldi. Odamni o'ldiradigan stress. Eng yomon zahardan ham ko'ra odamni ko'proq stress o'ldiradi. Saharga olib keladigan stress, yurak kasalligiga kelib chiqadigan stress, insult hammasi mana sahardan nima deydi, stressdan kelib chiqadi-da. Stressni pozitiv qabul qilish ham bor. Masalan, kimdir yutqizib qo'ydi, omadi kelmadi, pul topolmay qoldi, ko'chada qolib ketdi, uysiz qolib ketdi. Stress bu, uy topaman. Lekin bu narsani pozitiv qabul qilsa, o'ziga bosimni o'sha ustida ko'proq ishlasa, baribir natijaga erishadi. O'zi ko'p muvaffaqiyatli odamlarda agar intervyularni e'tibor qilsangiz, eng katta sinov kelgan nuqtam, menga kelgan eng katta nima deydi? Eng katta kelgan baxt deydimi? Yaxshi ham o'sha kun bo'lgan ekan. Yaxshi ham shu narsa men bilan bo'lgan ekan deb eslaydi-da. Sizda qanaqa bo'lgan? Mana shunday hodisa bo'lgan, eng qiyin bir erkak kishimiz baribir o'sha ichidan o'tib ketadigan darajada bo'ladi-yu, masalan. Menda bo'lgan, lekin men bu narsani hech qayerda gapirmaganman. O'sha narsa sizni kuchli qilgan, o'zgartirgan desak. Bilmayman, men hozir balkim aytmasligim mumkin bo'lgan narsani. Chunki men bu narsani hech qayerda aytmaganman. Qachondir qayerdadir aytishligimni bilmayman. Balkim aytarman qayerdadir bu narsani. No, o'sha nuqta hozir meni yasaganda. Ya'ni o'sha nuqtadan oldingi va hozirgi men ikki xil odam. Ya'ni o'sha nuqtada oldingi men o'lgan. Shu nuqtada. Va hozirgi men tug'ilgan. Shu juda ham hal qiluvchi hayotimdagi katta burilish bo'lgan nuqta bo'lgan. Balkim qachonlardir qayerdadir aytib berarman. Mana nima desak, o'zim ham kandida boraman, bilsangiz. Men sog'lom turmush tarzi, disiplina, intizom o'rnatish bo'yicha ko'pchilik bola savol beradi-da, masalan, aka qila olmayapman. Aka o'xshamayapti. Aka charchayapman, aka yegim kelmayapti. Men shunaqa bahona topadigan o'g'il bolalarga nima degan bo'lardingiz? Aka sharoitim yo'q, aka qilgim kelmayapti. Nima maslahat berasiz? O'g'il bola men aytaman, o'g'il bola bo'ldi. Seni majburiyating qilishing kerak, oxiriga chidashing kerak. Nima bunga qat'iy nazar? Sizda qanaqa shu narsa? Men aytam bo'lam, senga bu narsa kerak emas degan bo'lam. Yo'q, senga bu narsa kerak emas. Demak, senga bu narsa kerak emas. Sani nima uchuning juda ham kichkina yoki san uchun ahamiyatsiz. To есть bu narsani nima uchun qilyapsan? O'sha savolga javobing, bu javob hammani ichida-da. Demak, o'sha javob san uchun seryozni emas. Yoki umuman bu narsaga javob yo'q, yoki o'sha narsa senga kerak emas. To есть ahamiyatsizlik. Masalan, oddiylashtiraylik, to'g'rilashtiraylik. Masalan, men musobaqaga chiqdim. Lekin musobaqaga chiqishgacha bo'lgan
davrda olaylik, yo'lda olaylik. Bu yo'lda qancha negativ bo'lgan, qancha hate bo'lgan, qancha nima deydi, o'zimni kasbdoshlarimdan hattoki masxaralar bo'lgan, moliyaviy tomondan qiyinchiliklar, jismoniy qiyinchilik, tayyorgarlikda o'zi juda ham og'ir kechgan, katta xarajatlar bo'lgan. Men spokойно bitta mashina olib minib yursam bo'lardi, shu musobaqaga ketgan pulimga, to'g'risi. Hozir. Lekin mani nima uchun, men uchun juda kuchli edi. Mani ko'zimga hech qaysi boyagi sinovlar, men hozir aytgan narsalar ko'rinmas edi, mani nima uchunimni oldida. Agar qila olmayapsanmi, qiynalyapsan, qiynalishing tabiiy. Demak, senga bu narsa kerak emas. Sani nima uchuning sen uchun ahamiyatsiz. Shuni aniqlab ol oldin. Shunda bu narsalar ko'zingga ko'rinmaydi. Agar nima uchuning kuchli bo'lsa. Mana hozirda 16 yosh deylik, 17 yosh, 18, balki 25 yoshda shunaqa bolalar bordir. O'zining kasbini, o'zining yo'nalishini, o'zining kelajagini topa olmayotgan bolalar bordir. Bu ish to'g'ri kelmadi-da, 1-2 oy tashlab ketadi. Yoki bu ishga kirib ko'radi, menga qiyinlik qilar ekan, bo'lmas ekan. Deydi-da, masalan 3-4 million oylikka ko'nmaydi boshida. O'zi hali endi ishlab ko'ryapti. Hali 3 million oylik taklif qilishga 3 million endi nimamga yetadi, bunaqa. Qanaqa qaraysiz shu narsalarga? Birinchi navbatda balkim 17, 18, 20 gacha bo'lgan, даже 20 yosh bo'lgan bolalar bor-ku. Hozirgi nuqtada men sizlardan baxtli odam yo'q deb hisoblayman. Chunki sizlarda eng katta resurs vaqt bor. Prosta mana men agar o'zimni 17 yoshdagi vaqtimni zamon davrda oladigan bo'lsak-da, hozirgi bolalarni 17, meni ukam, mana o'zimni rodnoy kichkina ukam 17 yoshda-da. Mani 17 yoshimda bo'lgan imkoniyatlar, to есть buni yoshda bo'lgan imkoniyat, mani yoshimda 1% ham yo'q edi. Lekin bizda kuchli narsa intilish bor edi bizda. Shu bitta narsani olsak tarmashardik bitta narsaga. Undan chiqish kerak bo'lgan qobiqdan maqsad. Lish bu uzilib ketish maqsad bo'lganda, o'sish, chiqish, otilib haligi massadan otilib chiqish maqsad bo'lgan, kuchli motivatsiya bo'lgan, lekin imkoniyat bo'lgan. Hozirgi 17 yoshli bolalarda eng katta resurs bu vaqt bor. Eksperiment qilishga, o'zini qidirishga, o'zini topishga, tajriba orttirishga, hard skill, soft skill shularni rivojlantirishga vaqt bor. Bu narsaga ko'p vaqt ketmaydi, 2 yil, 3 yil. 17 yosh bo'lsang, hozir 2-3 yil ichida sen o'zingni hali shaxs sifatida yaxshi fundament qilib olishing mumkin. 20 yoshda sen uchasan. Agar hozir mana shu 2-3 yilingni to'g'ri ishlatsang, tajriba orttirsang, hozir skilllaringni rivojlantirsang. Okey. Agar ba'ziviy talablar yopilmagan bo'lsa, bu yoshdagi bolalarning ko'p ba'ziviy talablarini ota-onasi yopadi-da. Endi olaylik ba'ziviy talablar. Masalan, pul kerak senga. Pul kerak bo'lsa, o'zing uchun nima deydi, o'zing uchun ma'qul deb bilgan bitta kasbni ushlaginda, to o'sha ba'ziviy xarajatlaring yopilgunicha mehnat qil, ishla, pul top, ko'taril, daromadingni oshir, karyerangni oshir, qanday mikro urovenda bo'lsa ham. Ba'ziviy talablar yopiladi-yu. Masalan, iPhone 17 Pro Max'ni o'zini puliga sotib oladi-yu. O'shandan keyin undan keyingi talablarga keyingi urovень ochiladi-da. Masalan, mashina olish, boshqa sayohat. Endi moddiy emas. Uchun sal-pal bo'lsa ham ma'naviy. O'sha urovенga o'tish kerak, fikrlashni boshlash kerak. Xo'p, masalan, iPhone'ing bor, qo'pol qilib aytganda, bemalol, misol uchun, Luboydan Toshkent shahridagi kafega kirib, bemalol o'zingga bir chashka kofe ola olyapsan. O'rtoqlaring bilan hech qanaqa haligi muammo yo'q puldan. Dalshi o'ylash kerak. 5 million topayapsanmi, 10 million topayapsanmi, keyin o'yla, men o'zi kimman? Kim bo'lmoqchiman? Kim bo'lmoqchiman, kimman, nimani xohlayman, kim bo'lishni xohlayman. O'zingni, o'zligingni qidir. Ishon, bu narsaga ko'p vaqt ketmaydi. Agar bittasi chiqadi o'rta. Agar o'zingni rostdan o'tirib, men xuddi shu men aytayotgan narsalarni men o'zim qilganman. O'zimga savol berib, boshqalarga savol berib ko'rganman, odamlardan nima deydi, o'zimga yaqin javob qidirganman. Men eng ko'p beradigan savol atrofdagilarimdan so'rardim-da, menga qara. Agar hozir mana $1 million puling bo'lsa cho'ntagingda, ya'ni puldan hech qanaqa muammoing bo'lmaganda, nima ish qilgan bo'larding? Ishoning, hech kim javob bera olmagan. Chunki bu narsa haqida hatto o'ylab ko'rmagan. Men bu savolni berishni boshlaganimda men 26, 27, 30 yoshda edim. O'zimda atrofidagi odamlarga beryapman, o'zimda tengdosh, hattoki o'zimdan katta jo'yali, tayinli, yuragidan chiqqan javob yo'q. Chunki hech kim bu haqida fikrlab ko'rmagan hattoki-da. Men o'zingga shu savolni ber. Puldan muammo bo'lmaganda, hattoki tekin o'zing kayf qilib nima ish qilgan bo'larding?
Shu tomonga qarab yur. Hozirgi nuqtada nima senga qalbingga haligi signal beryapti? Bor o'sha nuqtaga qilib ko'r. O'xshaydi. Yoki o'sha qalbingdagi signalga to'g'ri keladi yoki to'g'ri kelmaydi. Chunki paka qilib ko'rmaguningcha sen bilmaysan. To'g'ri kelsa bo'ldi, o'sha sohada zo'ri bo'lishga harakat qil, bo'ldi. Odamda mana bunaqa narsa bor-da, instinkt, ya'ni ichki nima deydi, ichki tuyg'ulari bo'ladi. Mana shuni qisqa degan odamni bir fikri bo'ladi-yu, ichi instinkti. Mana shu narsa bor, haqiqatan ham o'sha paytda keldimi, qilib ko'rish kerak o'sha narsani. Masalan, ko'chaga chiqib sen, masalan, taksistlik qilib ko'r, balkim keyingi taksistlik jarayonida kimdir senga taklif berib qolar. Ish bo'yicha. Masalan, menda shunaqa bo'lgan. Men 17 yoshimda kelganman Toshkentga, viloyatdan Toshkentga kelganman. Qarayman, Toshkentda yashash oson emas. Realni qimmat, kvartirani o'zi qimmat, boshqa narsa qimmat. Siras uyimning oldidagi Fetapga ishga tushganman. Ovqat qilishni bilmayman, lekin kirganman. Kuniga 30 ming 40 ming so'm berardi boshlang'ich. Ba'ziviy nuqtani yopyapsiz-da. Hajab kvartiramni yopmayman. Ovqatni endi Fetapda ichida berardi, o'zini ovqatlari bo'ldi, o'sha bilan yurardim. Fetapda ishlab yurdim. Keyin o'sha yerda dizaynerlikni bilganim uchun, grafik dizaynerlikni bilganim uchun, o'zim o'rganganim uchun taklif tushib boshlagan. Keyin agensiyaga ishga kirib ketganman. Agensiya dizayner bo'lib ishlaganman, daromad ko'tarilgan. U yerda shu ertalabdan kechgacha ishxonada qolib ham ishlaganman. Bu sabab bo'lgan, bosim bo'lgan-ku, o'sish bo'lgan. Meni maqsadim o'sha yerdan chiqish bo'lgan keyin oxiri, yaxshi daromadga. Keyin shu hamma ishni qilib ko'rganman-da, ishga pul topish uchun. Mobilograf to'yga chiqib ko'rgan, boshqa qilganman. Nima bo'lsa ham pul toptirishim kerak edi-da. Men mana shuni orqasida, masalan, kichkina ish bo'lmasa, o'tgan yil masalan hisoblaylik, 2024-yil oxirida men 3 million so'm oylik ishlab yurgan bola edim Fedapda. Hozir vashti boshqa daraja. Ulanib, bitta taklif bilan hayotim o'zgarib ketgan. Mana shu oddiy bitta blog yuritganligim sababli meni hayotim butunlay nima deydi 180 gradus 360 darajasiga o'zgarib ketganda. Shuning uchun bolaga aytaman, qilib ko'rmaguncha bilmaysan. Qilish kerak. Bormi signal? O'sha signalga javob ber o'zing uchun. Bilasan, sanikimi, saniki emasmi? Bo'ldi, dalshi keyingi uroving ochilib ketaveradi. No, harakat bo'lish kerak-da. Harakat dalshi. Shu 2-3 yil ichida iloji boricha ko'proq eksperiment qilib, iloji boricha ko'proq tajriba orttirishga harakat qilish kerak. Ukamga aytaman-da, tilni o'rgan, ingliz tilini o'rgan, hech bo'lmasa. Ingliz tilini o'zi hozir ko'p yo'lda ochadi-da. Albatta. Ingliz tili juda muhim, masalan, men o'zim ingliz tilini bilaman. Shu dadamga rahmat aytaman. Vaqtida shu yo'nalish berganlar. Ingliz tilini o'rgan, erta kerak bo'ladi, bola, erta kerak bo'ladi degan o'rganganmiz. Hozir ham любой ishxonada, любой sohada. Даже mana fitness trenerlikda ham ingliz tilini biladigan trener teparoq. Umuman o'zi любой sohada ingliz tilini biladigan kadr yuqori oylik oladi, yuqori pog'onda hisoblanadi. Tilni biladigan odam. Hatto biz shuni hech bo'lmasa o'rganib olish kerak-da. Men xohlayman o'zi o'rganishda-da. Rosa kerak bo'ladi. Endi vaqt yo'q deydi. O'z vaqt qiyin. Endi qiyin. No, harakat qilaman baribir, kam-kam. Tushunaman, mana gapirishga qiynalaman. Men musobaqaga borganimda muhit majbur qilganidan gapirganman. Lekin unaqa urovingda emas-da. Xo'p. Shu maslahat yoshlarga. Endi yoshlarga maslahat beradigan yoshga ham yetilmiz, qarang. Qirqqa qarab ketyapsiz aka. Unaqa demak, tashlang bu joyini. Xo'p, o'zingizni bir so'z bilan ta'riflab bering. O'zim bir so'z bilan. Dangasa. Dintay. Rostdan dangasaman. Nimaga? Qaysi sanoz uchun dangasaman deyapsiz? Dangasaman-da rostdan. Faqat zalda dangasa emasman-da. Umuman hayotda dangasaman. Qilishingiz kerak bo'lsa qilmaysiz, vaqt cho'zib. Qiladigan ishimni qaysiman? Orqaga surishim, bir ishni qilishda oson yo'lni qidiraman. Qanaqa osonroq qilsa bo'ladi shuni. Iloji bo'lsa shuni qilmasa bo'larmi? Qilmasdan ishni bilsa bo'ladi. Dangasaman rostdan. Hozirda qanaqa shogirdlaringiz bormi? Onlayn yoki offlaynda dars o'tasizmi o'zi? Hozir 100% onlayn. Chunki offlayn trenerlikdan chiqdim. Befitda ishlagansiz, to'g'ri? Befitda ishlaganman-da, Befitdan ketdim. Aynan shu musobaqaga tayyorgarlik vaqtida qiynaldim. Qiyin ekan. Endi kimga qanday? Menga qiynaldim. Hozir 100% onlayn. Asosan onlayn birga bir shogirdlarim bor, ya'ni birga bir ishlash rejimida shogirdlarim bor. Yopiq kanal tashkil qilganmiz. Yopiq kanalda ommatan massiviy o'zimni bilimlarimni ulashib boraman. Faqat o'zimni emas, masalan, o'zimni ustozlarimni, Amerikada men bilan birga ishlagan trenerimni darslarini,
o'zim o'qigan nutritsiologiya, shu dietologiya bo'yicha, trenirovka bo'yicha har xil kurslarda olgan bilimlarimni o'sha yopiq kanalimda bolalarga o'rgataman. Pullik kanalmi? Yopiq kanalda pullik, lekin pullik bo'lganda ham unaqa qimmat emas. Oyiga 77 ming подписка modelida bo'ladi. Nimalarni oladi shu 77 ming ichida u? Kanalda o'tgan yil tashkil qilganman. Mana 1 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha boshida obuna bo'lgan bolalarning ichida hozir ko'pi trener bo'lib ishlayapti zalda. Ya'ni o'sha kanaldan olgan bilimi uni kvalifitsirованный trener sifatida ishlashga yetyapti. Siz bu kanalda faqat o'sha trenovka bilan emas, umumiy trener bo'lish uchun, professional trener bo'lish uchun o'qitasiz. Uni olib qaraganda. Bugun mana bu mashq qilgin, bugun mana bu bodringni yegin emas. Mana mani miyamni raqamli varianti, nusxasi, elektron varianti. Da, elektron, mani miyamdagi bilimlarni elektron varianti bu yerda. Plus mani yana o'zim ham borman-da, savollarga javob beraman. Bunaqa massa ommani saviyasini oshirish maqsad. Chunki agar foydalanuvchini saviyasi oshsa, keyin trenerlarning saviyasini oshirishga majbur qiladi. Faqat kachok qilib qo'yish emas. Biz hozir bu narsani real ko'ryapmiz-da. O'sha o'qishga, bilim qidirishga intilyapti trenerlar. Chunki odamlar talab qilyapti. Bunaqa emas ekan, u mamlaqiy ekan degan savol beradigan odamlar ko'paydi. Maqsad shu, ommani saviyasini oshirish, ya'ni bilimini, tushunchasini oshirish. Endi buni tekinga nima uchun bermaysiz deydi. Tekinga berilgan narsaning hech qachon qiymati, qadri bo'lmaydi. Qachonki odam to'lasa, ozgina bo'lsa ham qadriga yetadi, amalda qo'llaydi. Shunaqa, masalan, menda ham shunaqa pulli kanallar bor. Masalan, 1000 ta kursda o'qiganman, 1000 ta o'tirib qancha ma'lumot yig'ilgan, qancha podkast ko'rilgan, tarjima qilingan boshqa shu ma'lumotlarni arzimagan pul evaziga beramiz, lekin shuni ham odamlar tushunmaydi. Buncha qimmat deydi. O'zi bitta kitob yozish uchun odam 100 ta kitob o'qish kerak deydi. Albatta. Bu shu narsa bu. Albatta, odamlar o'sha yillar davomida to'plagan ma'lumotini, optini, tajribasini odamlarga, masalan, bitta maqolangizni, masalan, bitta darsingizni 15 minutda ko'rib chiqish mumkin, lekin o'sha 15 minutlik narsani siz 5 yil davomida yiqqan bo'lishingiz mumkin-da. 15 minutlik uchun arzimagan pul deb o'ylaydi. ChatGPTdan so'rasam ham bo'ladi. Bo'lardi-ku deydi. So'radiganlar bor. Lekin любой mutaxassis, hozir shu videoni ko'radigan mutaxassis 100% ayta oladi, shu ChatGPTdan. Yo'q. Nima deydi? Yaxshi ma'lumot olish qiyin. Ya'ni mutaxassis bo'lsa-da, yoki oddiy foydalanuvchi bo'lsa adashtiradi. Umuman qaysi sohada bo'lsin, bu marketing sohasida bo'ladimi, kontent. To'g'ri, ideya olishi mumkin, lekin ideyani chuqurlashtirish, ssenariy yozish, kontent yozish o'ziga bog'liq odamning qobiliyati. Shunchaki oldim, yozdim degani erta u hech narsa emas-da. O'zini sohasini mutaxassisi sifatli ma'lumot oldirishi mumkin. Ya'ni bundan majburlab olishi mumkin. Shunaqa. O'zini sohasiga mutaxassis nima deydi? Mutaxassis bo'lmagan sohaga agar kirishsa, AI orqali adashadi 100%. Chunki biz o'zimiz yangi chiqqanida ko'p test qilganmiz savollar. Hozir ham hattoki aniq qilamiz, sinab ko'ramizda, qanaqa javoblar beradi. Hali ancha bor. Ancha bor. Mutaxassisning o'rnini bosishga hali bor. Tushunarli. Abdulla aka, suhbatimizni yakunlaymiz. Suhbat tugatishdan oldin qanaqadir gaplaringiz bo'lsa, umuman sportchilarga, boshqalarga, odamlarga tavsiyami, motivatsiyani yo'qing degan ma'noda qanaqadir motivatsion gaplaringiz bo'lsa, fikringiz bo'lsa, xolisona. Nimani xohlagan bo'laringiz odamlar shu ishni qilishidan? Masalan, tavsiya sizda. Endi iloji boricha qisqaroq javob berishga harakat qilaman. Qayerda o'zingni baxtli deb his qilsang, o'sha joyga intil degan bo'lardim. Balkim qiyinroq aytayotgan bo'lishim mumkin. Qayerda ko'p pul topaman emas, qaysi joyda men baxtliman degan savolga javob topib, o'sha joyga intilish kerak deb o'ylayman. Chunki hayot shundoq ham qisqa, hayot shundoq ham qiynab qo'yadi. Da, itak qisqa, itak qiyin. Hatto o'zing yaxshi ko'rgan bir, o'zingni baxtli qiladigan bir kasbning ichida yoki muhitning ichida bo'lganing yaxshiroqda shu qisqa vaqt ichida. Misol uchun senga marketing sohasida katta oylik to'lashi mumkin, lekin u sening uchun azob bo'lsa, olgan pulingga ham tatimaydi-da. Qiyin kelmasa, majburan qilsa. Kerak emas. Qayerda o'zingni baxtli deb hisoblasang, o'sha joyda mutaxassis bo'lishga harakat qil. Ishon, hozirgi joyingdan ko'proq pul topasan agar masala pulda bo'lsa. Haligi Umar ibn al-Xattobda aytadi, nima ish qilgan bo'larsiz desa, atir sotgan bo'lardim deydi. Chunki savdam yurishmaganda ham hech bo'lmasa yaxshi hidlar ichida yurgan bo'laman deydi-da. Savdam yaxshi bo'lmasa ham, zato
yaxshi hidlarni ichida bo'laman, приятныйli hid ichida bo'laman deydi. Shunga yaqin gap aytganda, o'shaning uchun ko'p pul topmasang ham zotda baxtli bo'lasan. Baxtli bo'lsang, ko'p pul topishing aniq, inshaalloh rizqingga yarasha. Pul baxt olib keladimi? Pul baxt olib kelmasa kerak. Menimcha baxt pul olib keladi. Menimcha. Baxt o'zi nima? Siz uchun. Hamma baxt har xil tushunadi. Endi siz uchun. Menimcha baxt hozirgi nuqtadan oladigan bo'lsak, balkim keyinchalik farq o'rganishi mumkin. Yo'q, hozirgi nuqtada aytadigan bo'lsam, o'zing sevgan ish bilan shug'ullanish. Baxt. O'zing sevgan ishni avvalasi topish. Eng qiyini shu. Chunki ko'pchilik u hatto o'ylamaydi bu narsa haqida. O'zing sevgan narsani, ishni, mashg'ulotni topish va shu bilan mashg'ul bo'lish realniy misol uchun odamga kayf beradi, baxt beradi. Bu ish ham emas-da bu. Men hozirgi nuqtada shu tushunishim. Mulla aka, Abdulla aka, rahmat. Kattakon rahmat. Maza qildim. Mana maza qildim. Maza qildiradigan savollar berganingiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Salomat bo'ling.